Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Fidoyilar ekraniga xush keldinglar. Bugun e'londa berilgandek, Qur'ondan nazar programmamizning 77 sonida sizlarga yuz ko'rish turibdik. Programmaga Abdulaziz birodar o'zir sabab bilan chiqolmay qoldi. Yana men xizmatim bo'laman inshaalloh. E'londa ma'lum bo'lganidek, hozir qadar Qur'onni tushunish masalasida sen bir inson bo'lishing sifati bilan Qur'oni Karim mo'jiza, inson unga ojiza deydigan işte qo'shoq beytlarni to'qish orqali Qur'onning oddiy insonlar va hatto xili tirishqan insonlarning tushungili bo'lmaydigan, tushunolmaydigan bir kitob ekanligini iddio qilib kelgan. Bu orqali o'ziga beqindirish g'arizida bo'lgan yoki bilib bilmay mushuni an'anaviy shaklda kishilarning mangsiga singdirib kelgan bir tushuncha hammalarning kallasida g'olib. Bundaqda Qur'on zaten o'zi Qur'onni tushunish masalasida insonga nisbatan qanchalik oson yoki qulay yoki tez, bu mazmunda Qur'onda qandoq bayonlar bor. Qur'oni Karimdan nazar shaklidagi bu programmaning 77-sonida kunimizga qadar nurg'un masalalarga sizlarning ilgari bizim sizlarga o'xshash edik. Sizlarningki tushunchanglardagi odatlangan an'anaviy shakldagi tushunchalarning nurg'unlarini tuzitib, asli to'g'risi bo'lgani bu edi degan shakldagi fikr bayonlarni diqqatingizga sunib keldik. Aql egalari, tafakkur qilguvchilar, mustaqil izlanguchilar va peshini ma'lum bir mo'lliningki peshiga yoki avamchisiga bog'lanish orqali hamma ishni uningga huddiga berib qutuldim deb o'ylamaydigan aql egalarining ko'pinchisi bundan naf oldi, manfaat oldi. Bugungi programmamizning Qur'onni zaten qandoq tushunamiz degan masalada izlanayotgan barliq qarindoshlarga bir manfaatli bo'lib qolishini Janob Allohdan so'raymiz. Bu shundaqla normal avom bilan birga ma'lum mushsalarda izlangan, ma'lum bosqichda tarbiyalangan, yerim yo'lda yerib qolgan yoki tushunishda qiynalib qolgan yoki men tushunib bo'ldim jimo deb o'ylab qolgan qarindoshlarning hammasiga diqqat berishlarini tavsiya qilamiz. Chunki bugungi o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan programmadagi mazmunlar bizning bugungi kuna qadar Qur'ondan nazar programmamizni boshlashimizga sabab bo'lgan, o'tirga tushuntirish shaklida o'tirib qo'yilgan nurg'un mazmunlarningki nima uchun shundoq tushuntirilganligiga aloqador yechimni sizlarga jipuchidan ta'minlaydi. Buning uchun oldindan Janob Allohdan programmamizni manfaatli bo'lishini so'raymiz va qarindoshlarning diqqat berishini umid qilamiz. Ikramimizda Kerim Zoir efendim. Assalomu alaykum, ustoz, xush keldilar. Aleyküm assalam ve rahmetullah. Allahu şükür. Rahmetullah. Allohu shukr, biroz uzun to'xtalib qoldim. Sabrlarga rahmat. Chunki bugungi programmaningki vazn e'tibori bilan hozir qadar nurg'un qarindoshlarningki odatlangan xato tushunchasiga tayanib turib bizni ayblab kelayotgan do'stlarningki bu programmaga diqqat berishlarining jiddiyatini anglatish uchun biroz to'xtalib qoldim. Xo'sh, qolganini sizdan anglaymiz albatta. Har qadamli programmaga belgili tayyorlik bilan kelyaptilar. Aql egalari uchun nurg'un jipuchilarni berganlar. Himmatlarga Alloh ajrlarni bergay. Bugungi programmamizning manfaatli bo'lishini so'raymiz. Marhamat. Assalamu aleyküm. Dünyanın xas yerler, hürmetli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Ahmetcan qarindoshimiz degandek biz nurg'un sohada qarindoshlarga dinniki o'zi manbasi bo'lgan Qur'oni Karimni asos qilib turib, dinni qandoq tushunish sohasida jiq masalalarni o'tirib qo'ydik. Ham dinniki siyosat, iqtisod, jamiyat ve her insanın şahsiyetini tatip ta ki öz aile kuruluşçılık hem sahada bir kuru toxtulup ötken bulduk. Bu sahanı mı hem de Kur'an'la düşünüş ya olmaydı usul tefsir desek buldu. Usul tefsir yani Kur'an-ı Kerim'ni qandaq tefsir qilish usulü, metodi. Muşaqda bir qatim toxtulup ötken onu sel qısqa toxtulup ötken kemiz. Biraz tefsir qıvarak
to'xtalish uchun shu maxsus bir dars qildik buning o'zini. Usul tafsir hamda nihoyatda muhim bir usul Qur'onni tushunish uchun. Va lekin bizda xilma-xil o'zi usul tafsirlarni o'qiydigan ishlar bor. Usul tafsir o'qish jarayonlarida Qur'onni tafsir qilish, ya'ni Qur'onni tushunish usulni, ya'ni o'qigan vaqtda qanday o'qiydi deganda, o kitoblar bor meningda, masalan, yangi zamonniki kitoblari bu ikki qism kitob. Har birisiniki xitini e'tiborga olgan vaqtda buniki xatlar mana shu gazetning xitida yozilgan bir kitob. Har birisi Qur'onchilik 5 parcha chiqadi endi bu kitobniki. Xitini hisoblagan vaqtda, shu vaqtda Qur'onni tushunish uchun Qur'onchilik 10 parcha kitob o'qish to'g'ri keldi. Endi bu bir kulkili bir ish endi shu. Chunki buningda nima deydi degan vaqtda Qur'onni tushunishni asosan rivoyatlar bilan tushunish, ijmo qilish, o'xshash shunday o'zi nurg'unlagan tushunishlar va uningdagi asosiy qismi nasikh mansukh qismlarini qarab bayon qiladi. Qancha qaysi oyat qanday shart asosida mansukh qilingan yoki qaysi oyat qaysi rivoyatlarga asosan mansukh qilingan, qaysi oyat qaysi zamondan keyin mansukh qilingan deganga o'xshash shunday nurg'unlagan jarayonlarni ko'rsatdi Qur'onda. Nima shu usul tafsir deganda. Chunki nima ish degan vaqtda maqsad Qur'ondagi nurg'un oyatlarning o'zini amaldan qoldirib o'tib, o'zi xohlagan bir hukmning o'zini dinniki nomida o'ttirib chiqarish maqsad qilingan bo'lg'achqa, shunga u Qur'onniki shunday o'zi har turli o'ziniki manfaati yoki o'zining hokimiyatiga deymiz, shunday to'saq bo'lib qolgan yoki uni cheklaydigan oyatlarning o'zini nasikh mansukh o'ynash orqali amaldan qoldirib o'tish odat qilingan. Chunki mushu usul tafsirning o'zidimi bunday narsalar keng uchraydi. Shuning uchun bu yerda biz nasikh mansukhni yana qaytib to'xtalamiz, lekin nasikh mansukhniki o'zidimi Qur'oni Karimning ichida nasikh mansukhning yo'qligi to'g'riliq to'xtalib bo'lgandik. Agar hozir ko'rimdaydigan odamlar bo'lsa, shu bizniki nasikh mansukh degan suhbatimizni anglasa, ashuningda bor. Endi biz Ahmadjon degandek bu Qur'oni Karim shunday inson tushunolmaydigan bir kitob, uning o'zini oldiga kelgan nima oldiga unday o'qib qo'ygan odamning o'zi odatda o'zi uni tushunib bo'lolmaydi. Ko'p ming yangi fatvolarni chiqarib buni taxtiyoshiga ep qo'ydigan kitob. Faqat namozda o'qisak, qabristonda o'qisak bo'ldi. Boshqa bir vaqtda o'qishga o'zi bo'lmaydi. O'qisak buni tushunmaymiz deb Alloh taolo uni tushunsalar desam, yo'q, biz tushunmaydigani biz deb ashnaga o'zi bo'yin to'lg'ab zo'muzo tushunmaslik qiyofati kirib olgan shunday o'zi ishlar tarixdan buyon mavjud. Ammo Alloh taolo bu Qur'oni Karimning o'zini inson tushuna olamdi degan vaqtda Sura Yusufning 111-oyatida Estaizu billah laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab ko'zaynen tataycımızlar bu şahatni. Ma kan hadise yubtara walakin tasdiqallazi bayna yadayhi ve tafsila kulli şeyin ve huda ve rahmeten li kavmin yu'minun. Diye bunu qo'sh oyatli Qur'oni Karimda ayet ko'p hamdi bu. Bu nemini bildirdi degan vaqtida Qur'oni Karim insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan bir kitob bo'lish sifati bilan o tafsili her narsa tafsili bayon qilingan bir kitob ekanligining o'zini bayon qildi. Ya'ni bunday oyatlar jiq Qur'onda. Chunki Qur'oni Karim Alloh taolo tarafdan tafsil bir bayon qilingan, uningda hech qanday mujmallik bo'lmagan shunday bir kitob ekanligining o'zini bayon qildi. Ya'ni bundan nimani maqsad qilindi degan vaqtda insonlar men bu Qur'onning o'zini tushunolmadim deyishga aslo mumkin emas degan gap. Agar u inson ozroqla aqlini ishlatsa, u tushuna oladi degan gap. Endi buniki yana bir taraflari bor Qur'onniki. O tarafi nima degan vaqtda Qur'on 1400 yil burun tushgan bir kitob. Ya'ni 1400 yil burungi arablarning tili bo'yicha tushgan bir kitob bo'lg'achqa, bu kitobniki nurg'un taraflari shu vaqtdagi arablarning grammatik usullariga
shu vaqtdagi fasohat balog'atga uyg'un holatda tushgan. Uning uchun u zamondagi bir jangallikda mal vaqtgan bir arabga berib o'qib bersinmi tushuna oladigan bir shaharda shu vaqtda bilimlik bir hisoblanadigan arablarga o'qib bersinmi uni tushuna oladigan darajada shundoq bir saviya bilan tushgan bir kitob. Uning uchun bu halqi 1400 yil burungi bir til bilan grammatika bilan hozirgi zamondagi til va grammatikaning o'zini biroz o'zi farq deb qarashga to'g'ri keldi. Shuning uchun halqi misol eng oddiysini hisoblasak bizniki turk tillar divoni bilan hozirgi zamondagi bir shoir yoki bir o'zi nimaniki yozuvchiniki yozgan bir kitobiniki ikkisini selishtirgan vaqtida oraliqda bir farq chiqadi endi. Xuddi shunga o'xshash Qur'onmi bir qism grammatika sohasida hozirgi grammatikaga bek o'xshib ketmaydigan shunday bir usullari mavjud. Unidagi Qur'onning o'zi normal shu arab tilidagi hozirgi yozayotgan kitoblarga o'xshab ketmaydi. U bir nasr so'zga o'xshash shunday bir iboralar bilan kelgan. Misol al-qari'atu mal-qari'a va ma adraki mal-qari'a deganga o'xshash ashunga o'xshash o'zi val adiyatu zabhan fal muriyat qadhan deganga o'xshash shunday qilqi nasr so'ziga o'xshash shunday bir nima bilan ifodalagan bir kitob hamdi. Shuning uchun bu bundaq so'zlarning o'zini biroz o'rniga kelish uchun ba'zi yerlarda nihoyatda ustun saviyadagi so'zlarni ishlatishga to'g'ri keladigan gap. Shuning bilan bu yerda bizniki Uyg'ur tilida ba'zan so'zlarga udul so'zliklar chiqishmay qoladigan ishlar bo'ladi. Shuning uchun buni bir maxsus bir adabiy asarga o'xshash bir kitob emas bu. Shuning uchun bunida biroz tushunish sohasini tarjima qilish usulimi biroz qiyinroq to'xtaydi. Ondan keyin bu hozirgi zamondagi arab grammatikasida masalan vav deymiz, summa deymiz, bularning o'zi atbi uchun keladi deb bayon qilindi. Hamda mavu Qur'onning o'zi degan vaqtda bu vav va summa atbi deymiz hamda nimada oldingi so'zga bog'lig'uvchi bo'lib keladi odatda. Va lekin ba'zi yerlarda bayon uchunmi keladi. Bu vav, summa harflari bayon uchunmi keldi. Misal Al-Haqqa surasiniki 43 bilan 46 oyatning oralig'ida misal Tanzilun min Rabbil alamin va law taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhazna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin degan mush oyatning o'zida Qur'oni Karim butun olamning Rabbidan tushirilgan bir kitob. Onun o Muhammed o'ziniki qayoshi bo'yicha bir so'zning o'zini to'qib, ma'mu o'zi Alloh tushirgan kitob nima so'z deydigan bo'lsa, la akhazna minhu bil yamin. Uni biz o'z qudratimiz bilan halaq qilib o'tamiz deb Alloh taolo bu yerda buni deb bo'lib, summa laqatana minhul vatin. Buning o'zini tarjim qilganlar, ondan keyin uniki garantomurni uzib o'tamiz deb bunday tarjim qildi. Müşahideki özü onu biz kudretimiz bilen halak kılımız diyen sözünü Allah Teala sümme lekatana minhul vetin diyen muşu özü kelim bilen, muş cümle bilen bayan kılıvadı da misal. Yani diyen gepten yani onunki garantomurunu üzvetiş arkalık onu halak kılıvatımız diyen gepten. Şu bu Kur'an'daki özde birinci kademde nemini bayan kıldı diye vaxtıda Kur'an bu yerdeki bayan yani bayan deganni Qur'onni hamda sharhlash usullari yani tafsir qilish usullarining o'zini ikki xil usul bilan Alloh taolo bayon qilyaptiki, uning birisi oldingi bir jumlaning o'zini ikkinchi bir jumlada tafsil bayon qilish usuli orqali bayon qildi. Buning o'zini Qur'onda men o'sha hozirgi la akhazna minhu bil yamin deganning oxirida summa laqatana minhu al watin deganning o'zi o adamni halak bulup ölgen adamniki onundaki o'zi garantomurun üzüvatımız degan gap bo'lib qoladi o vaqtda. Mesela udul tercim qilgan vaqtda onu biz halak qilyapmiz.
Onundan keyin onun gerantomurini üzüvatımız deganning o'zi halok bo'lib bo'lgan odamniki gerantomurini üzüvatımız degan hech qanday ma'no ifodalaymaydi. Odatda. O'lgan odamniki gerantomurini üzüvatamda, paç qilatamda hech qanday o'zi roli qolmaydi. Onun uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz uni qudratimiz bilan halok qilamiz degandan keyin nima qilib desa summa laqatana minhul vatan. Ya'ni summining o'zi o'sha ya'ni degan ma'noni ifodalayapti-da. Ya'ni uniki gerantomurini üzüvatimiz. Yani bizni halok qilishimiz uning gerantomurini üzüvetish orqali halok qilamiz deb o'ning o'zini andaq bayon qildi. Çünkü bu yerda Qur'onniki 5'da misol şu Kıyamet suresindeki özümü misal şu la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna aleyna cem'ahu ve Kur'ana fe iza qara'nahu fettabi Kur'ana sümme inna aleyna beyana diyen şu ayetke asasen Allah Teala birinci bayan kılış yani bir ayet aldı kelgen bolsa o ayetni ikinci ayette tefsile özü düşendiriş yoki olmaydı onu şerhilep düşendiriş usul arqılık mındaq nim qilgan. Onun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtda biz tushundigan narsa Qur'onning o'zini mushtaq yerda biz tarjim qilgan vaqtda biz uniki gerantomurini üzüvetish orqali halok qilamiz yani. Bizniki o'zi Uyg'ur tilida tarjim qilgan vaqtda bundaq tarjim qilinishi lozim. Bo'lmasa uning o'zini biz halok qilib biz o'z qudratimiz bilan uni halok qilamiz. Endi halok qilib bo'lgandan keyin o'lib bo'lgan bir odamning o'zini undan keyin biz uni gerantomurini üzüvatimiz desa o hech qanday oniki ma'no ifodalamaydi. Chunki o'lgan odam uniki gerantomurini üzüvasi hech qanday nim bo'lmaydi. Ondan keyin bu nimani Qur'onni tushunish uchun yana boya deganga o'xshash 1400 yil burungi zamonda tushgan bir kitob bo'lg'achqa shu zamonga oid bir qism o'zi adabiy asarlarni o'qish nihoyat yaxshi. Agar o'zi Qur'onniki tegi taktiga o'sha ma'no bir qism o'zi lug'at ma'nolariga yaxshi o'zi nim qilma, cho'kma, ashuni o'zini yaxshi tushunishim kerak deb qolsa, shu zamondagi masal Ashir mualliq deymiz, Sabi mualliq deymiz, Maqamatli Harir deymiz, mushundaq kitoblardan birato'lni oz bo'lsa o'qisa, u vaqtda u har bir so'zlikniki, arabniki bir narsani ifodalash usullarini shu kitoblardan yaxshi nima tushungan bo'ladi. Shu vaqtda bu Qur'onni tushunishmi? Chunki shu men deyotgan kitoblar shu zamondagi kitoblar bo'lg'achqa Qur'onni tushunishga u kitobniki bir qism o'zi lug'at jihatda nim berdi foydasi tegadi yani. Demak shu vaqtdagi bir asar bo'lg'achqa bu Qur'oni Karim shu zamondagi asarlarni o'qish orqali bu zamonda mana mandaq bir narsani ifodalagan vaqtda mandaq bir lug'atni qo'llandi ekan bular. Ma lug'atniki ma ma'nosi mandaqga deb u yerda o'ziga bir nimani tushunishda bir jazma paydo bo'ldi. Hozir ma Qur'oni Karimdagi ko'pincha yerlarda shu bo'lib ibodat sohasida deymiz, zikr tasbih sohasida deymiz, shunday sohaga kelgan vaqtida lug'at ma'nosi asosan ishlatilmaydi. Istiloh ma'nosi degan bir ma'no bor. Istiloh ma'nosi degan keyin qo'llanilgan bir ma'no. U istiloh ma'nosi asosan Qur'onni o'zgartirish uchun ishlatilgan ma'no. O peygamberin zamanında istilah manası degan bir ma'no yo'q. Ular hammasi shu o'z zamonidagi shu vaqtdagi lug'at nima bo'lgan bo'lsa, shu paytda shu ishiltib mangan, shuni ham jamiyatdagi insonlar tushungan. Keyin u Qur'onning o'zini qayoshiga olib turib, uni nima qayoshidagi bir kitob holatiga akilish yoki insonlar shu men din degan mushka degan akilish uchun uni o'z lug'at ma'nosi ma'vu, uni istiloh ma'nosi ma'vu. Ya'ni ishiltilgan, biz iste'mol qiladigan, hozirgi zamonda iste'mol qilish tegishli bo'lgan ma'nosi ma'vu. Biz mushu ma'nosini ishlatmasak, bu o'z to'g'ri bo'lmaydi degan gapirib, millatning o'zini aynan o'z ezib ketishiga sabab bo'lgan ya'niki birisi mushu. Shuning uchun o konu kitoblar Ashir mualliq, Sabi mualliq deymiz, Maqamatli Harir deymiz. Ash kitobni o'qigan vaqtida har bir o'zi ashada keşken cümlenin içinde Kur'an-ı Kerim bir etal azı kelime kip kalsa, kelime şu kitaplar kandak işiltildi. Kaysı manada kullanıldı. Bu nahayet mühim nesi.
Shu vaqtda bu Qur'ondagi ma'u narsaning ma oyatning o'zi asli mandaq degan gapkanda bu deb hozirgi qilayotgan tarjimaga odam rozi bo'lmaydigan holat shakllandi. Chunki uniki lug'at ma'nosini bilgan vaqtida haqiqiy shu vaqtdagi ishlatiladigan usul bo'yicha andaq ishlatib boqqan vaqtida uniki ma'no nihoyat kuchli chiqadi. Odamni qoyil qilarliq chiqadi. Shu vaqtda u odam o istilo ma'nosini ishlatgan mundaq tarjimalarga u nima qilmaydi, uni to'g'ri qaramaydi. Masalan, men to'g'ri qaramayman odatda. Nima ish qilgan vaqtda u butunlay burmalangan Qur'onning ko'p yerlari asosan nuqtliq yerlari burmalanib ketganda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda lug'at ma'nosiga ahamiyat berish, bo'libmi lug'at ma'nosi yo'qmi? Yangi zamon nemasi emas, yangi zamon lug'atlar emas, eng ko'ni zamondagi bo'libmi hech qanday dinga tabi bo'lmagan bir odam yozgan lug'ati bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'ldi. Misol, Munjid alam deymiz, Munjid kabir deymiz, ash kitoblarning o'zi ash lug'atlarmi, izoh lug'atlar. Ashilami o'zi Qur'oni Karimniki ma'nosini, yana har qanday kelimalarniki ma'nosini tushunishda yaxshi o'zi nima berdi. Ammo hozirgi yangi zamondagi lug'atlar o'scha desa, u arabniki hozirgi o'zi davriga moslashtirilgan, hozirgi diniy e'tiqodiga, madaniyatlarga moslashtirilib ketgan nurg'un narsalar bor. Shuning uni istilo ma'no deydi odatda. Shuning bu Qur'ondagi birinchi tarfi nima degan vaqtda birinchi tarfi bir oyatni yana bir oyat orqali bayon qilish usuli. Mana boyaqa degan o'xshash la akhazna minhu bil yamin degan mush oyatning o'zini Alloh taolo qos oyat bilan yana shariylab deganda summa laqatana minhul watin degan oyat bilan shariylab o'tadi. Ya'ni biz uning garantimurni o'ziyotimiz. Bizni halok qilishimiz mana shunday bo'ladi degan gap. Ba'zi yerlarda Qur'ondagi ba'zi yerlarda misol bir jumla yoki bir mazmunning o'zi boshqa yerdagi bir mazmunni ifodalaydigan oyatlar orqali bayon qilindi. Misol Sura Baqarniki 5 tarafida, ya'ni Sura Baqarning 7-oyatida Xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim ghishavatun va lahum azabun azim degan oyat bor misol. Mush oyatni tarjima qilgan vaqtda hammasini tarjima qiliqliq Allah ularniki qalblarga, quloqlarga, qalblarini, quloqlarini pechatlabdi va ularning nima ko'zlarida bir parda bor va ular uchun nihoyat qattiq azob bor deb tarjima qildi. Bu gap bir-biriga zid aslida. İnsanlar Qur'on bo'lgandan keyin ma zidkango deb qaramaydi. Alloh taolo insonlarning qalbini, ko'zini pechatlab olsin, quloqlarini pechatlab olsin. Aqsor onun iman kirmaydigan qilib qo'yib, undan uning o'zini azoblasin. Bu Allohning adolatini ketdi deb bunga bir ta savol qo'yadigan bir odam yo'q. Mushundaq tarjima qilib qo'yiqliq Qur'onning o'zida aslida u xato bir tarjima. Ham bu tarjima shu oyatning o'zini to'xtab turib, bu oyatni tushuntiradigan boshqa oyat bo'lishi mumkin. Men shuni izlanib, andagi shu oyatdan ikkisini selishtirib turib, buni men to'g'ri bir tarjima qilay desa, Qur'oni Karimda uning qarta oyati bor. Misal Araf surasındaki 179-oyatida "Ve laqad zara'na li cehenneme kesiren minel cinni vel insi lehum qulubun la yefqahuna biha ve lehum a'yunun la yubsiruna biha ve lehum azanun la yesma'una biha ulaike kel en'am belhum ezel ulaike humul gafilun" deb muş ayette o'zi bayon qildi misal. Nurg'un o'zi inson bir jinning o'zini biz jahannamga solamiz deydi Alloh taolo. Jahannamga tashlaymiz, yani do'zaxga tashlaymiz yoki do'zax kirdiramiz. Nima ish qiladigan vaqtda lahum qulubun la yafqahuna biha. Ularning qalbi turib bir narsaning o'zini bir narsaga ishlatmaydi. Ya'ni aql turib bu aqlni bir narsaga ishlatmaydigan va quloqlar turib uning o'zi haqiqiy bir narsaning o'zini anglamaydigan, ya'ni bir narsani anglash usuli bilan, ya'ni mush narsa zot nima deyapti ma'u deb mana o'zi anglash maqsadi bilan bunda quloq solmaydigan bir narsaga va bir narsaga haqiqiy ko'z bilan qaramaydigan. Ya'ni zodi bu qanday bir narsa deb
qarg'a vaqtida u narsaning ichida Alloh taolaning qudratining o'zini ko'radigan gap bu insonlar misol. Bundaq shaklda qarmaydigan bundaq nurg'un insonlarni Alloh taolo nima deydi desa, laqad zarana li jahannama deydi. Cho'qim bu odamlarni biz jahannam ko'rdiramiz deydi. Buning o'zini tavil qilib bu yerdagi insonlar biz jahannam uchun bundaq nurg'un inson biz jinni yaratdik deb tarjim qilib qo'yiq odatda. Nima uchun degan vaqtda ular kal an'am balhum azal deydi Alloh taolo. Ular hayvonga o'xshash, balki undan betar insonlar u. Chunki aql turib uni ishlatmagan, ko'z turib uni joyida ishlatmagan, quloq turib uni joyida ishlatmagan, bundaq bir narsani tafakkur qilish usuli bo'yicha misolda bu narsani nima uchun yaratdi Alloh taolo? Bu nima uchun paydo bo'ldi? Kim paydo qildi buni o'zini degan usulda bundaq o'zi kallasini ishilib turib, bundaq qarimgan, bundaq anımgan insonlar qarta deyapti. Bular hayvonga o'xshash, balki u hayvondan betar. Nimaga ular shundaq degan vaqt ulaykumul g'afilun. Ular g'afil insonlar. Ya'ni aqlni ishlatmagan, ko'zini joyida ishlatmagan, quloqni joyida ishlatmagan insonlarni Alloh taolo nima deydi? G'afil insonlar. G'afil degani bizda biz g'afil deymiz o'zada. Uxlab qolgan, g'aflat qolgan insonlarni deydi. G'aflat qolgan insonlar. Yana bir tarafidan bexud. Bexud insonlar. Mana bexud insonlar. Bexud deganning o'zi hech narsa chatig'i yo'q. Qo'shiq to'yishlar o'zi hisob, dunyoda nima ish qilyotdi, hech qanday bir ish chatig'i yo'q. Bundaq insonlar deyapti Alloh taolo. Demak, bu yerdagi narsa mushuni qarg'a vaqtdimi, yuqorqi oyatning o'zi Alloh taolaning qalblarini, ko'zlarini, quloqlarini joyida ishlatmagan odamlarniki Alloh taolo quloqlarini, ko'zlarini o'zi pardlab qo'ymaganligi chiqib tur degan gap. Yana Jasiya surasining 23-oyatida ashning o'zini bayon qilib, "Afara ayta man ittaxaza ilahahu hawa va adallahu Allahu ala ilmin va khatama ala sam'ihi ve kalbihi ve ceala ala basarihi gışaveten femen yehdihi min ba'dillahi efela tezekkerun diye muş ayetinin özü değil bana. Sen özüneki arzusunun özünü ilah tutuvagan adamlarını gördün mü? Ve edellehullahu ala ilmin. Allah özünün ilmi de. Allah'ın ilmi neyme? Biz bildiği ilmi kası. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de qarısan deydi. Allah özünün ilmide o adamınki ne azdıganlığını gördün mü? Yani Allah Teala insaniyetin azdıgan birer sözlerini Kur'an'ı tapalamıştı diyen gepte. Ve khateme ala sem'ihi ve kalbihi. Ve ulaniki o adamınki kuluğuna ve kalbige ne mi? Kuluğunu ve kalbini peçetlevetkenini gördün mü? Gördün mü size? Bir adamın kuluğunu kalbini peçetlevetken bir adamını gördün mü? Derslerimiz şunda o. Allah şunu üstüne müddak perde yap koygan bir adamını gördün mü? Yok. Aşk gaça, aşk kor adamlar ama. Gördün mü diyendeki etrafımız karşıdak, ben mi hayatımda ondak adamını görmedim. Kor adamlar ama kalbi uçkanda. Ve onunki közünün üstüne bir perdini koyganını gördün mü deydi Allah Teala. Görmedim ben onun özünü. Görmegендeki nima deymiz degan vaqtda gördün mü deganning o'zini men ko'rmadim amaliyotda. Agar deydi Alloh taolo "Femen yehdihi min ba'dillahi efela tezekkerun." Allah aşında qilib qo'ygan bo'lsa misol. Kafirlar deydi emasmi? Allah bizni qalbimizni bundaq mo'rlab, uni pechetlab qo'ydi. Onun uchun biz sizni gapini anlamaymiz deganda Payg'ambar alayhisalom zamonasida. Onun uchun mushunda qilib qo'ygan odamni sen ko'rdingmi? Allah shunda qilib qo'ygan odamni ko'rdingmi? Agar Allah shunda qilib qo'ygan bo'lsa, uni kimmi to'g'ri yo'lga yetaklay oladi? Deydi. Demakki bu yerda nima chiqadi degan vaqtda Alloh taolo hech bir insonning qalbini va o'zi quloqlarini pechetlab qo'ymaganligini va uniki ko'zining ustiga hech qanday bir pardani qilib qo'ymaganligining o'zini bayon qilyapti Alloh taolo. Men hech qanday odamniki bundaq narsaga qalblarini pechetlab qo'ydigan, ko'zlariga o'z parda qilib qo'ydigan bundaq ishlarni men qilganim yo'q deydi Alloh taolo. Agar men shunday qilgan bo'lsam, u Muhammad payg'ambarning o'zini men payg'ambar qilib,
insonlarni sen to'g'ri yo'lga chaqa deb nima uchun men uni qilaman degan gap endi. U Muhammad uni men unda qilib qo'ygandan keyin Muhammad uni qanday to'g'ri yo'lga yetaklay oladi degan gap. Fama yahdihi min ba'dillahi. Allah shu ishni qilib qo'ygan bo'lsa, Allah uni qilib qo'ygandan keyin u kim uni to'g'ri yo'lga yetaklay oladi? Demak, Muhammad alayhissalomning Qur'oni Karimning hech qanday ruli qolmaydi degan gap. Afala tazakkarun. Siz o'ylanmaysizlar, qani har qanday odam bunday o'ylanib baqsa, insonniki zoti hech bir zaman Alloh taolo uni qalbini itib qo'ygan, ko'ziga parda bekitib qo'ygan, quloqlarini pechatlab qo'ygan hech qanday bir insonni biz ko'rmaymiz. Hayotimizda ko'rmadim zotim, ammo mush 56 yoshga kirish jarayonida. Demakki, Alloh taolo bu yerda deyaptiki, men hech kimniki o'zi qulog'ini va ko'zlarini pardalab qo'ydigan bunday ishni qilmadim. İnsan qachon to'g'ri yo'lni qabul qilaman desa, shu vaqtda qabul qila oladi. U quloqlari, ko'zlari, qalblari hammasi ochiq uniki. Faqat u nima uchun qabul qilmaydi desa, yuqorqi oyatdagi mazmunga asosan u ulaykumul g'afilun degan oyatga asosan u bir narsaga ahamiyat bermaganligi uchun uni qabul qilmoqda deydi Alloh taolo. Demakki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim degan bu oyatning o'zini ma ikki oyatning o'zi mayda bayon qilyapti. Bu o'zi Alloh taolo insonlarning qalbini, quloqlarini pechatlab qo'ymaydi ekan, ko'zlarini pardalab qo'ymaydi ekan. Uniki o'zi pardalab olgan narsa nima ekan desa, ma ikkinchi oyatdagi man ittaxaza ilohahu hava. Uniki quruq orzusi ekan. İnsanın qalbini pardalab qo'ygan, quloqlarini pardalab qo'ygan narsa u insonniki quruq orzusi ekan degan gap bo'ldi endi. U quruq orzu u insonni g'aflatga solganligi uchun u Alloh taoloning hidoyatidan g'ofil bo'lib, uni u hidoyatning o'zini qabul qilolmagan yoki uning mangmagan insonlar ekan degan ma'no chiqadi endi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda nurg'un odamlar men shu İstanbul turgan vaqtda odamlar anlagan Alloh taolo uning o'zida qalbini pechatlab qo'ygan odam degan qulog'im bilan anglagandim men shu vaqtda. Kulib ketib shu yerda bilan tortishgan yerlarim bo'lgan ba'zi aloqalar bilan. Demak, biz ishni Allohga otib qo'yish orqali qutulish yo'lini izlasak bo'lmaydi. Bizning quloqlarimiz, qalblarimiz, ko'zlarimiz hammasi ochiq. Uni qachon ishiltimiz desek, qanday shaklda ishiltimiz desek, ishilta olamiz. Ishiltish orqali Alloh taolaning qudratlarini tunish va tunish orqali Alloh taolaning o'zi tunishga bora oladiganligimizni Alloh taolo mush Qur'oni Karim mush oyatlarda bizga bayon qilyapti. Endi rivoyatlarda o'rgangan vaqtlarimizda Payg'ambar alayhisolamning g'ordagi vaqtida kofirning ko'zini ko'mas qilib qo'ydi, uni g'aflat qoldirdi deb qiladi. Endi Ali roziyallohu anhu Payg'ambar alayhisolamning o'rni yetib qolgan chog'da ishdan chiqib ketganligini ularga ko'rsatmadi deydigan ashtaq nimalar bor endi. Bu Qur'ondagi surasindagi ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe'agşeynahum fehum la yubsirun degan muş ayetning o'zini Payg'ambar alayhissalom shu Makke'de kafirlar o'ltiryapmiz degan vaqtda aş oyatni o'qib, uningdan keyin o'zi chiqib ketgan, ularniki tamoman ko'zlari ko'masib ketgan shu ko'rmagan Payg'ambar alayhissalom degan ashunday o'zi rivoyatlar bor. Shunga tayinib turib nurg'un jabboqlar bor, odamlar ma oyat nuqson manda qilsa deydigan. Men mushu nimada kuchada Shinxoda o'qiyotgan vaqtlarimda Xazinatul Asrar degan bir kitob bo'lgan. Bizim keyingi vaqtda biz Xazinatul Ashrar ekan bu deb aytnandaq. Mendan bir tal boti uni kitobsiga men Xazinatul Asrar deganniki o'rniga Xazinatul Ashrarga o'zgartirib o'tgandim shu kitobning ismini. Shu 80-yillar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men shu 86-yillari, 85-yillari shu kucha Shinxoda o'qiyotgan vaqtda Hijabul Absar Tayil Arz degan bir nim bor. Bir gap bor ashunda. Hijabul Absar deganni shu hozir men o'qigan ayvajalna min bayna aydim saddan va min xalfim saddan fa'shaynahum fahum la yubsirun deganning o'zini 70 ming qatim o'qisa, u odam xalqning ko'zi ko'rmaydigan bo'larmish degan gap. Bosh kitobda.
Onundaki tayil arz deganning o'zi musha turib lekin birla o'zi so'rib atan alhamdulillah o'qib lekin valaz zolimga baqa vaqt ko'zimni açsaq men ma London turgan bedamda o'zimni Makkada ko'rgan gap haramda. Külünün Aşındaq tepki o'zi cenematı namıza koş. Havada uçuş deyilgan tamdan keyin he bütünü göreş. Acayip gep soğatı. he aşının o'zini masalan bizniki bolalar tajriba qilib ko'rgan 70 ming qatam emas 700 ming qatam o'qigan uni bolalar. Men uning burun tortib bak ishonmaganligim sizlar qilinglar agar sizlar ashundaq rasmiy ashundaq bo'lsanglar men sizlarga ergishib qilay deb men qilmagan uni. Bolalar qilib baqib ya bo'lmaydi ekan bu degan shu uning o'zini. U oyatni keyin tarjimasini qilsak, u nima desa Vaja'alna min bayni aydim saddan va min xalfihim saddan fa'ghshaynahum fahum la yubsirun deganning o'zi o kafirlarning bütün etraflarının o'zini Allah'ın bar ve birlik bilen birlikке dalalet kıldıgan deliller bilen biz özü qorşuvattık diyen gepkende. Ular onu kömeyivadı diyen gep. Zaten biz on tarafımız qarayı soğukta her taraf qarsak Allah Teala'nın kudretini namayan qilib turgan narsalar bor, o'simliklar, har xil hayvonotlar, har bir narsa bor. Her qanday narsalarga insonlar mushuni haqiqiy shaklda qaramagandan keyin Alloh taolaning qudratini u yerda ko'maydigan gap. Aşağıda shuni degan gapkan, uning o'zini biz opirib, xalqni ko'zini bog'laymiz deb aniq ishilgan gapda misol. Endi aşağılık Allah hidayet qilmagan kishini kim hidayet qilalaydi, azdirayotgan kishini kim o'zi to'g'ri yo'l boshlaydi degan oyat nima? Mushuninga ma'nodash qilib ishlatildi hamda. Ondaqda adamga savol tushadi-da, agar Alloh o'zi ozdirayotgan bo'lsa, o adamdan jazolasa uni o'zi hidayet qilib qo'yib, o'zi mukofotlasa bu qanday xudoyim bu? Degiz keldi-da adamning. Demak, aşağıda bir mazmunda bir tarjimada bir xatolik borligi, bir muddani xato tushunish bor. Degiz keldi adamning. Ammo shu burundan tortib ko'ngan o'zimizga ishonchimiz yo'q. Ammo oldimizga o kadar muqaddas bir kitap, uni tushundiradigan talay molla, ularning o'qiydigan nurg'un kitoblari bor. Bizning bilmaydigan bir yerimiz bor, adabdan beshimizda qoch bizga eng osonda. To'g'ri. Shu yo'lni tutib kelamiz endi. Yani mushunga o'xshash Qur'oni Karimda ba'zi yerda vav bilan, ba'zi yerda sum bilan bayon uchun keladigan ashundaq oyatlar bor. Undan keyin misol shu nimaning o'zidimi ma aqimis salata tarafayn nahar va zulafan minal layl degan oyatning o'zidimi aşağıdaki vavning o'zi bayon uchun keldi. Misol aqimis salata tarafayn nahar namozni sizlar kunduzniki ikki tarafida barpo qilinglar deydi. O'qinglar. Kunduzning ikki tarafida o'qinglar degandan keyin ikki taraf degan asli biz hozir bir odamga kunduzning ikki tarafida namoz o'qi desa, kun o'ltiray degan vaqt bilan kun atganda chiqib bo'lgan vaqti, kun chiqib bir 10-15 minut o'tgan vaqtning o'zini misol ko'rsatadi. Xalqlarga kunduzning ikki tarafini ko'rsatsangiz, ashning o'zini bayon qilish mumkin. Ko'pincha odamlar aytadi deydi. Alloh taolo ashni bayon qildim deydi desa, vazulafa minal layl deydi. Ya'ni vav aşağıda ya'ni degan ma'noda keldi. Ya'ni kechining kunduzga yaqin bo'lgan tarafida namoz o'qing deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, kechining kunduzga yaqin bo'lgan tarafi qaysi? Degan vaqtda atganlik tong otgandan boshlab kun chiqish orliq kechining kunduzga yaqin bo'lgan tarafi. Oqshom ustiyo degan vaqtda yan bir tarafi, ya'ni kechining yan bir tarafi degan vaqtda kun o'ltirgandan boshlab kunning qizilligi yo'qiga orliqning o'zi kunduzga yaqin bo'lgan tarafi. Ya'ni o Qur'ondagi aqimis salati tarafayin nahar degan shu oyatning o'zini, ya'ni kunduzning ikki tarafida namoz o'qinglar degan oyatning o'zini ya'ni deb aning o'zini va deb ammo ya'ni deb olgan vaqtda u ma'no to'g'ri chiqadigan gap. Agar va desa u vaqtda kunduzning ikki tarafi bo'lsa, kun chiqib bo'lgandan keyin yana namoz o'qi degan bo'ldi u vaqtda. Kun chiqib bo'lgandan keyin
u vaqtda o'zi namoz o'qish farz emas bizga. Kun chiqib bir soat o'tsin yo yarim soat o'tsin, u vaqtda bizga namoz o'qish farz emas. Ammo ashuni bu oyatning o'zini kunduzning ikki tarafida namoz o'qi degan shaklda nima qilgan vaqtda uch qashdaq o'zi tushirgan vaqtida kun chiqib bo'lgan chog'da yana bir vaqt namoz o'qishga to'g'ri keladigan gap. Farz bo'lgan gap shu vaqtda. Oyatniki dalili bilan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bomdat vaqti bilan, ya'ni shu kun yani tong atgandan boshlab kun chiqish orliq bilan kun o'ltirgandan boshlab kun o'zi kunning qizilligi yo'qqicha orliq, ya'ni namozning vaqti ham kunduzga yaqin bo'lgan, kechiniki kunduzga yaqin bo'lgan tarafi mana shu degan gap. Yani hozirgi vaqtdagi butun o'z namozning vaqti asosan shu. Yani Payg'ambar alayhissalom birinchi tushgan oyat shu. Mush tushgandan keyin Payg'ambar alayhissalom bomdat bilan xutbani o'qiganda nima emas aqimus salata tarafan nahar deganda nahar ayrim va zulufun degan oxirgi oyatlar ikkisidagi bu oraliqdagi vov bog'lig'icha emas mazmunishadi. Bayan. Vavni hamda mau bay deganga o'xshashdi. Bu Qur'on 1400 yil burungi bir kitob bo'lg'achqa, buningda arabniki yangi zamon grammatikalardagi nurg'un narsalarga to'g'ri kelmaydigan yerlar bor. To'g'ri kelmaydi emas, shu zamonda grammatika shunday bo'lganda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, aqimus salat tarafayn nahar deganning o'zi kunduzning ikki tarafida namoz o'qi. Ikki tarafida namoz o'qi deganning o'zi kun o'ltiray degan vaqt bilan kun chiqib azroq kun chiqib bo'lgan vaqtdagi ikki vaqtni nima qildi. Buni Yahudlarmi shu vaqtda nima qilib bizda chashka namoz degan bir namoz bor-ku? Ashungoch namozni shu vaqtda o'qisak bo'ldi-ku deb o'qigan bundaq ishlari bo'lgan. Aslida oyat yo'lsi vazulafa minal layl degandagi vavning o'zi bu yerda bayon uchun, ya'ni deb ma'no qilgan vaqtida vaqt nima bo'ldi? Ya'ni kechining kunduzi yig'ib bo'lgan taraflarida degandan qanday ma'no chiqdi bu yerda desa, kechining kunduzi yaqin bo'lgan tarafi tong otgandan boshlab kun chiqish orliq, kunduzi yaqin bo'lgan tarafi kechiniki. Oqshimiz tushadigan vaqtda kun o'ltirgandan tortib kunning qizilligi yo'qqicha orliq, kunduzga yaqin bo'lgan taraf bo'ldi. Hamda Payg'ambar alayhissalomniki Madina Makkadagi vaqtida mush oyat tushgan vaqtda ikki vaqt namoz o'qiganligi, atiganlik bomdat bilan xutbani o'qiganligi bu shu tarix kitobida ochiq turdi. Ya'ni buni o'qiganlik nima desa, mush oyat tushganligi uchun shu ikki vaqt namoz o'qigan Payg'ambar alayhissalom. Keyin undan biroz zaman o'tgandan keyin aqimus salata liduluk shamsi ila ghasaqil layli degan oyat tushdi. Qur'onda faqat ikki tal oyat bor, namoz uchun tushgan oyat. Yani namozni sen kun qarilgandan boshlab, ya'ni kun tushilib, azroq mayni qarilgandan boshlab kun o'ltirg'ich orliqda o'qi deydi. Zaten namozni vaqti shu vaqtku. Kun qarilgandan boshlab kun o'ltirg'ichilik, kun o'ltirgandan boshlab kunning qizilligi yo'qqichilik, atiganligi o'zi tong atgandan boshlab kun chiqish orliq shu vaqtda namoz o'qildi. Shuning uchun bundaq yerda nima desa, aqimus salat tarafayn nahar va zulafa minal layl degan oyatni tarjima qilgan vaqtimi? Namozni sen kunduzning ikki tarafida o'qi va kechiniki nimalarda, kechining kunduzga yaqin bo'lgan taraflarda o'qi degandan u namozning o'zi vaqti qancha bo'ldi endi? U 5 namozdan eshib ketgan gap odatda. Masalan, kunduzning ikki tarafida o'qiydi, bomdat o'qiydi, bomdat degan chashka o'qiydi, yana bir farz o'qigan bo'ladi. Ondan keyin aqimus salat liduluk shams ila ghasaqil layl degandan boshlab peshim o'qiydi, asr namozini o'qiydi, misol shom xutdan bo'lib 6 vaqt namoz bo'lgan gap bu yerda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda asli farz namozning o'zi Qur'onda zikr qilingan, ismi zikr qilingan namoz 3 tal. Uni topib qancha ming tal namoz o'qiyapsiz, o'qilaversin. Uning bizning ishimiz yo'q zaten. Namozning vaqtimiz zaten shu 3 vaqt. Shuning uchun Qur'oni Karim buni nima deydi desa, ash oyatni tarjima qilgan vaqtda ashuni vazulafa minal layl degan vaqtda vaning o'zini atpa emas, bayon ma'nosida ishlatish kerak. Ya'ni kechining kunduzga yaqin bo'lgan taraflarda namoz o'qi degan ma'noda ishlatsa, u vaqtda o'zi u oyat
nimaga hozirgi shu namozni vaqtlariga ham to'g'ri keldi, ham Qur'ondagi maqsad shu. Zaten tarixni aniq chiqib turdi-ku. Mumkin o jihyat hozir men dedim ama shu nimani o'zida summimi shu nimaniki bayon ma'nosi kelyotidi. Ondan keyin mau ya boshqa yozmoqdimi. Bu shu Qur'onning o'zini tarjima qilib mangan vaqtida nurg'un yerlarda shu menga uchraydi shunday nimalar. Masalan, bo'lib azob, halokat jarayonlari bo'lgan vaqtida sizlarni mundaq o'zi halok qildi deb bo'lib va deb oxirsida nurg'un nima oyatlar keldi. Va shu yerda bayon uchun keldi. Ya'ni sizlarni mandaq azoblar azob qildi degan o'zi narsa keldi. Yana shu bayon bir oyatni yana bir oyat bilan yoki bo'lmaydi bir yerdagi mazmunni yana bir yerdagi oyat bilan bundaq o'zi sharhlash, yana bayon qilish usuli Qur'oni Karimda yana o'zi jihyati bor. Misol ma oyatniki xos so'rkalligini yozmoqdimi? Er-ricalu kavvamun alen nisai bima fazalallahu. Sör nisa mı bu? Sör nisa olsa gerek. Muşniki Fe'izuhunne vehcuruhunne vehcuruhunne fil mezaci'i vedribuhunne degan muş ayetinin özde. Misal ayollar mushundaq o'zi ko'ngilsiz nima? Ayollar sal gap anglamay qolib qolsa, ularga nasihat qilinglar. U bo'lmay qolib qolsa, ularning o'zini yotog'ida qo'yib qo'yinglar, yana o'zi yotog'ida tark eting degan o'zi azoblash uchun emas. Ayollar o'ylanib olish uchun fursat berish bu yerga narsa. Oxirida vadribuhunna deganning o'zini uni uringlar deb tarjima qildi. Butun tarjimada ashtaq qiliqliq. Ammo bu ayollarniki Payg'ambar alayhisalom zamonasida Payg'ambar alayhisalomni xafa qilgan ahvollari bormi? Payg'ambar alayhisalom nasihat qilgan ishlar bormi? Oxirida o'zi qandaq o'zi so'zlarni qilgan mush sohada izlangan vaqtida vadribuhunna deganniki urush degan bir ma'no bermaydiganligining o'zini ko'rib oldi. Yani bu yerda sura o'zi ya ayyuhan nabiyyu bunun nemisini yazmadım da suraniki ismini. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kunna turidna al hayata dunya wa zinataha fata'alayna ummatti'ukunna ve usarrihkunna sarahan jamila degan shu oyatning o'zini va in ko'zaygan tatayim muslim ve in kunna turidna Allaha ve rasulahu ve daral ahirete fe innallaha a'adda lil muhsinati min kunna ecren azima diye muş ayetinin özde Peygamber aleyhisselam ayollarga şu hasalni yemaslik haqida shunday bir va'dni berib qo'yib, buning qarta maxsus bir oyat var. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallohu degan bir oyatlar var. Şu yerda o Peygamber aleyhisselamning ayollari ashuni xapsalib qilgandan keyin Peygamberning ayollari bo'lgandan keyin biz talada o'z yursakmi biz deganda hozirgi zamonda boshliqni ayollari degan yaxshi kiyinib yurish kerak deydi-ku. Xuddi shunga o'xshash. O ayollar kichkina bizmi yaxshi kiyinib mundaq yurishimiz kerak degandek shundoq o'zi havo havasini oqsiga kirgan vaqtida bu yerda o'zi Alloh taolo payg'ambarga da'vatgan so'z. Sen ayollaringga de agar ular hayoti dunyoni va uning ziynatini yana o'zi bu yerdagi narsa mana sizlar hozir da'vatlar naq chiqdi-da. In kunna turidnal hayotad dunya. Hayoti dunyoni iroda qilgan bo'lsa o ayollar. Vazinataha degan mushadiki vav bayon uchun kelgan narsa. Ya'ni o'z dunyodagi zibu zinatni nim qilgan bo'lsa, iroda qilgan bo'lsa, ashni arzu qilgan bo'lsa, fata'alayna ummattiyakunna sarahan jamila deganning o'zi va usarrihkunna sarahan jamila deganning o'zi kelolma u narsalarni sizga beray.
Yani ayollarına şundaq deyardı. Aslında eğer hayat dünyanı irade kılsanlar, yani o hayat dünyanın zinetini, yani yaxşı kiyinip, yaxşı yep, içip, bu şundaq yaşaşının özünü maksat kılgan bolsanlar, kelala men sizlarga onun qarta narsa beray va ustarihkunu sarahan jamila. Va shu aldığını elinglar men chiroyli sizlar bilan ajrashib ketay. Payg'ambar mana deyapti-da. Yani bu yerdagi narsa endi bu yerdagi ve in kunna turidna Allah ve rasulahu ve daril ahirete fe innallaha a'adda lil muhsanati minkunna ecran azima. Eğer sizlerden Allah'ın Resulünü ve daril ahiretini, yani kıyametini özü oylaydigan, şunu özü arzu kılıdigan, şunun özünü közleydigan, şunu maksat kılıdigan aşındaq ayallı bolsa, Allah undaq yaxşı ayallar katta ecrinin özünü tayyorlab qo'yadi deb Peygamber Aleyhisselam ularga ma'ni deb vardı. Bu nim degan bo'ldi degan vaqtida Peygamber'niki ayolları ular hapsagandan keyin Peygamber Aleyhisselam ularga nim deydi? Siz aşını arzu qilyapsizlar, uning nasihatini qilib, nasihatni oxirisi mushu yerga boradi-da. Siz mushuni arzu qilgan bo'lsangiz, sizlarga men uni beray. U sizniki oxirisidagi va inkunnallaha va rasulahu deganning o'zidan ma yuqorqi oyatning o'zi uni xatoligini yuziga solgan bo'lyapti-da. Siz ash xato ishni o'zini qilib, mush dunyoni ozgina bir dunyoni deb mushuncha ular ishni qilyapsizlar. Ashni qilgan bo'lsangiz, tamam buni berib masalalar ajrashib ketay. Agar siz Allah'ın Resulüne ve kıyametteki özü güzel bir hayatın özüne maksat kılsanlar, Allah o sizlik katta ecir berdi. Dep mayada bir tehdit ölen bir öz yaxşı näsinin özünü otturga koyuyordu. Ajrışıp 50 zaten özü ajrışıp keteydi sanlar, berdiğini berip ajrışıp ketime. Sizlik bu meni mandak kılıp hatalıkını kılıvatsızlar. Dep mani devadı da bu yerdeki yani ahirisi ya nisa'en nebiyyi men ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinetin yudha'af lehal azabu ziyafayn ve kana zalika alallahi yasira degan oyatning o'zi mu? Sizlarning kimki mushundaq pishni pasat yomon ishlarning o'zini keltirib qilsa, uning ishkasi jazo berildi. Sizlar hozir mushu yerda pishni pasat ishlarni qilib, payg'ambarni qiynab u yerda o'zi biz yaxshi kiyinishimiz kerak, andaq qilishimiz kerak, mandaq qilishimiz kerak deb uni qiynavyapsizlar. Mushuni qarta Alloh taolo sizlarga o'zi agar sizlar ashunda niyat bo'lgan bo'lsangiz, qiyomat kuni sizlarga ishkasi jazo berildi. Siz buni qilmanglar deb an tanqidlayapti-da. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda payg'ambar ashada kalashni eplikin urusi bo'ladi. Misol payg'ambar urunglar degan oyatniki hukmi ashada aniq urushga to'g'ri kelsa, payg'ambar uralaydi xotinlarning o'zini. Payg'ambar urmay oyat alning o'ziga qilgan ishining xato tarafini o'zini yuziga selish orqali sizlar manda xato ishni qilmanglar, qiyomat kuni manda ajrdan quruq qolasizlar deb aning o'zi payg'ambar ayollarga andaq nasihatlarni qilyapti. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda bu yerdagi vadribuhunna degan so'zning o'zi mushu tovanki oyatning hammasini mushu arabcha bildiganlar o'qisa bo'ladi. Yana bir oyat var. Ya ayyuhan nebiyyu qul li azvaj nima? Ya ayyuhan nebiyyu lima tuharrimu degan oyatlar qo'shib hammasini bir xulosalab o'qisa bo'ladi. Shu vaqtda bu payg'ambarning bu vadribuhunna degan oyatniki mazmun nima bo'ldi desa, maqsadi ayollarni xatoligini yuziga solinglar degan ma'no chiqadi. Degan gap. Odatda bizniki mush oila ishlaridan bo'ladi-ku, odatda bir xotin bilan bekaraq talashlar chiqib qolsak, shuning bilan sen menda xatolikni qilmadingmi, seni o'tmadimi bu ishni deb deydigan ishlar bo'ladi-ku odatda. Mushunga o'xshash o'ziniki ayollarniki o'tkazgan xatoligini o'zini yuziga serish orqali ayollarni qoyil qilish maqsadda bundaq o'zi qilish lozim degan gap. Bu vadribuhunnaning o'zini urul deb tarjim qilishning o'zi urush qandaq ayollarga, qandaq odamlarga bo'ladi degan vaqtda zina qilgan odamlarga bo'ldi. Az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda degan oyat bor. Zina qilgan er ayolning o'zini 100 qamchi uringlar deydi. Urush faqat zina qilgan er ayollarga beriladigan jazo. Bu yerda
kichkina halqi gap kirmay qilib, voy meniki yoki halqi nim qilib halqi nim deymiz a? Tumshug'ini uzatib oldigan ishlar bor, xotin to'la. Qo'yinib oldi deymizmi? Shu orqali zuvandirozlik qilib, azozlik qilib, bosh og'ritib degandek ashtalar. Aşında qilgan vaqtida ularni urmasdan ularniki o'tkazgan xatoligini yuziga selanglar degan gap bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi vadribuhunna deganning o'zi xatoligini yuziga selanglar. Xatoligini yuziga uringlar deb tarjima qilsam, u biroz to'g'ri bo'ldi yana. O sal qo'polroq tarjima bo'ldi. Lekin xatoligini yuziga selanglar. Yuziga selish orqali ularning o'zini qoyil qilishga tirishinglar degan gapda hamda. Bundaq bir ma'no chiqdi. Shuning uchun bu yerdagi narsaning modisi vadribuhunnaning o'zini hamda hozirgi vaqtda qattiq urmaysdan bo'sharoq uring deb tarjima qilsak bo'ldi deb tarjima qilayotgan ahmoqlar bor. Qattiq ur deb tarjima qilgan nemisi, bo'sharoq ur deb tarjima qilgan nemisi, o'xshash ur deb tarjima qilish bu yerdagi narsa xato degan gap. Shu bu yerda urush deganning o'zi zina qilgan ayollarga berilgan jazo bo'lg'achqa zina qilmagan o'ydalqi man eppamading deb tumshug'ini uzatib oldigan bundaq ishlar bo'lib qolgan vaqtida buning o'ydagi qiyinchiliklarni yoki bo'lmaydi bir qism eppagandim o'tganda sana epperiyorandim deydigan mandaq vaqt eppamadimmi deb o'tirib uni o'zi to'rt eg'iz gap qilgan ishlar qarta deyilgan bir oyat. Ya'ni ularni o'tkazgan xatoligini yuziga selish orqali ularga nasihat qilinglar degan ma'no chiqadi degan gap. Ya'ni bu faqatla bu vadribuhunna degan oyat jumla kelima Faizuhunna degan kelimaniki qarshisi. Faizuhunna deganning o'zi chiroyli nasihat qilish. Vadribuhunna deganning o'zi uniki xatoligini, ya'ni uning kamchilik xatoligining o'zini yuziga selish orqali uning o'zini qoyil qilishga ishlatiladigan narsa. Shuning uchun bu yerdagi bu vadribuhunna kelimasini sharhlaydigan qarta, masalan, Qur'on nurg'uli oyatlar bor. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika degan suraning ismini yozmoqdim, balkim buni izlab topadi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallohu lak degan oyatni bir yerga ekib turib, buning o'zini tushungan vaqtida va payg'ambar alayhisalom hayoti bo'yicha bir tal ayolning o'zini bir shaploq urib boqmaganlikqa asoslangan vaqtida vadribuhunna degan oyat hech bir zaman urushga ishlatiladigan oyat emasligini. Allah qilganda sen nemish qaram sana shekildagi kelgan mazmundagi oyat halaqi beqabagan o'g'ilninki ayolni ilish haqidagi, uning o'linish haqidagi dilg'ultusiga tushgan deb o'rganganimdiki nimada. Ya tabtag'i mardati azvajik degan oyatning o'zidan payg'ambar alayhisalom o'zining ayoliniki ko'nglini izlab, shu hasalni bo'ldi yemayman, o'zimga harom qildim deb qo'ygan bir yeri bor ekan-ku. Shuning bilan o'zi ayolining ko'nglini deb Alloh taolo halol qilgan narsani nima uchun harom qilsa deb Alloh taolo an deyotganda. Yig'ib aytgan vaqtida bu yerdagi vadribuhunna degan bu kelimaniki ma'nosi nima ekan degan nima tarjimani qanday qilsak bo'ldi degan vaqtida xatoligini yuziga selanglar, xatoligini yoki yuziga uringlar degandek bundaq o'zi ma'noda tarjima qilsak bu to'g'ri bo'lganligining o'zini Qur'oni Karimdagi umum maqsadiga bayon nima selishtirgan vaqtida mush to'g'ri bo'lganligining o'zi boshqa oyat ashtaq sharhlar bor endi. Shuning uchun bu yerda va Qur'onda uring deb lekin u xotinning o'zini urib berish bu to'g'ri bo'lmaydi. Voy deganda urush faqat nimaga ishlatildi? Zina qilgan ayollarga berilgan jazo hisoblanadi Qur'onda. Asla o'zi ani eppamading, mana eppamading deb ushaq yaqilgan gepchi ayollar bor ba'zan. Ashunda ayollarga ishlatilmaydi degan gap. To'y yaqilding ava deb qachar qilib beni ursak bo'lmaydi degan gap. Hamda ikkinchi tarafi, ya'ni Qur'onda shu Qur'ondagi Qur'onni bayon qilish, ya'ni tushunish metodini Alloh taolo bayon qilib, ikki xil usulda birisi bayon. Inna alayna bayana degan oyat orqali biz uni bayon qilish, ya'ni tushuntirish bizning ustimizdagi vazifa
degan oyatga asosan Alloh taolo ba'zi yerda biz tushunolmagan yerning o'zini boshqa bir yerdagi bir oyatlar orqali tushuntirish yoki bir oyatni uni oxirgi oyat bilan tushuntirish orqali bizga mana shunday o'zi bayon qilish, ya'ni tushunish usulini o'zini bayon qilyapti. Ya'ni bizniki arabcha biladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, mundaq yerga kelgancha diqqat qilish kerak. Ham burunqi arab adabiyotini o'qigan vaqtda mushundaq narsalar chiqadi misolda. Chiqqan vaqtda undan mush qoidani qilib Qur'oni Karimniki 1400 yil burunqi kitob ekanligini his qilgan vaqtda shu zamonda grammatikaning asarlar nemiz ta'sirlari bor buningda. Shuning uchun buni diqqat qilish lozim. Hamda yana bir nemisi, yana bir tarafi Qur'oni Karimni tushunishlik yana bir tarafini Alloh taolo bayon qilib, nima deydi degan vaqtda bir jumlani u jumlaning oxiridagi oyatlar orqali tushuntirishning o'zini bayon qildi. Buni tafsilot deb bayon qildi. Misol Sura Hudniki 1-2 oyatida Alif Lam Ra kitobun uhkimat oyatuhu summa fussilat min ladun hakimin xabir Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun va bashir degan bu oyatning o'zida kitobun uhkimat oyatuhu deganning o'zi oyatlari hukm ifodalaydigan bu kitob hukm ifodalaydigan summa fussilat min ladun hakimin xabir. Ondan u kitobning oyatlari hakimin xabir bo'lgan, ya'ni hammani bilguchi, hammani xabardor, hikmatli ish qiluvchi bo'lgan zot tarafidan tafsil bayon qilingan mush kitobning oyatlari nima? Gapni to'g'ri qilmay qoldim. Kitobun uhkimat oyatuhu summa fussilat oyatlari hukm ifodalaydigan va u kitobniki oyatlarining o'zi hammani bilguchi, hammani xabardor, hikmatli ish qiluvchi zot tarafdan tafsil bayon qilingan bu kitob tafsil bayon qilinishi, ya'ni buniki nemisning o'zini nima qilgan vaqtida tarjimasini yaxshi qilmayapman. Oyatlari hukm ifodalaydigan bu kitob summa fussilat millatun hakimin xabir. Ondan hakim va xabir bo'lgan zot tarafdan tafsil bayon qilingan bayon qilinishi bu kitobniki, ya'ni oyatlar hukm ifodalaydigan bu kitobning hakim va xabir bo'lgan zot tarafdan tafsil bayon qilinishi nima sababdan degan vaqtda Allah ta'budu illallah. Allohdan boshqasiga ibodat qilib qolmasliginglar uchun deydi Alloh taolo. Ya'ni Qur'oni Karimning oyatlari hukm ifodalaydi. Bu hukm ifodalaydigan bundaq bir kitobni Alloh taolo o'zi tafsil bayon qilgan deydi-da. Tafsil bayon qilishlik sabab nima degan vaqtda sabab sizlar boshqa birisiga ibodat qilib qolmasliginglar uchun Alloh taolo o'zi tafsil bayon qildi deydi. Bu nima degan bo'ldi shu vaqtda degan vaqtda agar Alloh taoloniki, ya'ni Qur'onniki bir oyatini men o'zimniki qayoshi bo'yicha tafsil bayon qilgan vaqtida u vaqtda nima paydo bo'ldi degan vaqtda u bayonga meniki fikrim kirib qoladi degan gap. İnsanlar onunla o'zi itoat qilib qolsa, u mening fikrimga bo'ysunib qolsa, qanday bo'ladi? Allohning g'ayriga ibodat qilib qolgan bo'ladi. Allohning g'ayriga itoat qilib qolgan bo'ladi. Ya'ni menga itoat qilib qolgan bo'ladi-da shu vaqtda. Shuning uchun bu yerda Alloh taolo nima deydi? U itoat qilishda hech bir narsa Allohga shirik qilinmasligi uchun Qur'oni Karimni bayon qilish va tafsilotini o'zini tushuntirish, bu ishning o'zini hammasini nima qilgan desa, Alloh taolo men ustimga olgan ish, uni men tafsili bayon qildim deylik. Yana yuqori shu 5-til degan o'xshash bu Qur'onning o'zini tushungan olmaydi degan odamlar mushalis qarshi bo'ldi. Qur'oni Karimni Alloh taolo o'zi tafsili bayon qilgan bir kitob ekanligini o'zi bizga bayon qilyapti. Hali jiq sondagi an'anaviy tushunchadagi do'stlarning ulamo yoki mo'llay soladigan qarindoshlarningki Qur'onningki jiq narsalardan mujmallik ega uni tushuntirish uchun cho'qim payg'ambarning tushuntirishi lozimligi, bayon qilishi lozimligi
qatorliqlarni ilgari surish orqali payg'ambarning vazifalari va huquqiy shakldagi tarmoqlarida bayon qilish huquqi bor deganni ilgari surgan tabliğlarni anglab keldik. Ammo hozir sizlar Qur'onni o'zi, ya'ni Alloh o'zi bayon qildiganligi, o'zi tafsili tushuntirib berdiganligini, uning usulining bir qancha xil bo'lganligini ba'zilarining oyatning keyin oxirida kelgan oyatlar bilan tafsilot bayon qildiganligi, ba'zilarini keyingi boshqa bir surda kelgan oyatlar bilan tafsiri bog'lanish shaklda mazmunlarga erishkil bo'ldiganligini ilgari surib keldi. Hozir mana bu ekranga chiqarilgan oyatdagi tarjimani sizlar o'zlari Alif Lam Ra sizlarning Allohdan boshqa itoat qilib qolmasliginglar uchun oyatlarim hukm ifodalaydigan bu kitob hammadan xabardor, hikmat bilan ish qiluvchi zot tarafidan tafsili bayon qilindi. Ben bo'lsam faqat sizlarni ogohlantiruvchi va bishorat beruvchi degan shaklda tarjima qilib keldilar. Agar o'sha tarjimani qo'ydilar şimdi ekranga. Ekranga chiqyapti-da, shu ko'ryapmiz. Bu nihoyatda o'zi yaxshi bo'pti. Shu misol sizlarning Allohdan boshqaga itoat, ya'ni Allohdan boshqa bir narsaga itoat qilib qolmasliginglar uchun oyatlar hukm ifodalaydigan bu kitob hammadan xabardor, hikmat bilan ish qilguvchi zot tarafidan tafsili bayon qilindi. Yani tafsili bayon qilinishining sababini Alloh taolo nihoyat aniq deganda, Allohdan boshqasiga itoat qilib qolmasligi uchun boshqa bir odam bayman deganga o'xshash, uni tafsili bayon qilgan vaqtda o'zining fikrlarini dinga qo'shib qo'ygan vaqtda insonlar uni itoat qilib qolsa, Allohning g'ayriga itoat qilib qoladi. Ashundoq bo'lib qolmasin uchun Alloh taolo nima deydi desa, men uni tafsili bayon qildim deyapti-da. Payg'ambarga deyapti. Men bo'lsam faqatla sizlarni ogohlantiruvchi va bishorat beruvchi. Mening boshqa ishim yo'q. Men buni u tafsili sizlarga uning o'zini ma'ning o'zi mandaq bo'lishi kerak. Bo'lishi mumkin. Ya ma'u mandaq bo'lishi mumkin deb buni tushuntirish mening ishim emas. Men shu Alloh taolo tushuntirganning o'zini men tushuntirib qo'ya olayman deb shundaq o'zi deb Alloh taolo Qur'onda payg'ambarga shu vazifaning o'zini bergan. Şuna şu yukarı ayetga asosan hech qanday bir olim, bir mujtahid, hech bir inson o'z xohishi bo'yicha Qur'oni Karimning o'zini tafsili bayon qilish, ya'ni Qur'oni Karimning o'z ra'yi bo'yicha tafsirini bayon qilish haqqi yoki huquqining yo'qligini o'zini Qur'on o'zi ko'rsatib turdi. Bu shu tarjimadagi faqat kalimasini, faqat degan kalimani nereden chiqarlar? Ben faqat sizlarni ogohlantiruvchi va bishorat beruvchi degan yerdagi faqat la degan shu so'zni oyatdagi qaysi kalimadan chiqardi masalan? Innani deb bormi? Innani bor. Men jazman ashuna keldi. Innani men jazman shaklda chiqamdi yo uning faqatla mashlamadi. Faqat desang bu jazman desang men ogohlantiruvchi faqatla o'ziniki o'rnini bekitib o'tibdi-ku. Sen o'zingni o'rnini men mushunda deb bekitsa degan gap Alloh taolo. Men faqatla sizlarni ogohlantirmayman, yaxshi ish qilgan odamlarga bishorat beraman. Yomon ish qilgan odamni oqibati mandaq bo'ldi deb ogohlantirgan bir odam. Boshqa bir ishim yo'q degan gap endi. Meni o'rnim shu. Deganni sen mushunda degan gap. Şunu faqat degan innani lakum minhu nazirun va bashir. Innanidan chiqadi. Endi shu tafsili bayon qilingan misol oyatlardan beri bir tal keltiraylik bu yerda. Misol Sura Baqarniki 5-da Alif Lam Mim zalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ellezina yu'minuna bil gayb ve yuqimuna as-salata ve mimma razaqnahum yunfiqun vellezina yu'minuna bima unzila ilayka ve ma unzila min qablika ve bil ahireti hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaikumul muflihun degan mush oyatning o'zida. Ammo tarjimaning o'zini deb qilsak bu tarjimada ajoyib bir xil tarjima qilib qo'ygan-ku. Bu aslida zalikel kitabu la rayba fi. Bu kitob la rayba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqillarga yetakchi bo'lishida hech bir shak yo'q degan gapda. Bu kitobniki muttaqilarga yetakchi bo'lishida, ya'ni xatolikdan saqlansam bo'ladi
degan odam bo'lsa, u xatolikdan saqlanishni orzu qilayotgan odamlarga bu kitobning yetakchi bo'lishi ishak yo'q. Ya'ni bu demak nima desa, bir odam to'g'ri ish qilsam bo'ldi desa, mush kitob qarab, mush kitob qarab qilsa, nima qiladi u odam? To'g'ri ish qiladi degan gap bo'ldi. Endi allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna salat deganning o'zicha desa, lil muttaqinlik tafsiloti bo'ldi bu. Ma yuqorida Fussilat dedi emasmi? Fussilat millatun hakimin xabir dedi emasmi? Hakim xabir tarafdan tafsil bayon qilindi degandan keyin ma yuqorqi ma lil muttaqinning o'zi ijmoliy bir nim bo'lsa, ammo bu allazin deganning o'zi ya'ni g'aybga ishongichlar uchun va yuqimuna salat va hamkorlikni barpo qiluvchilar uchun va mimma razaqnahum yunfiqun va biz bergan rizqini Allah ko'rsatgan yo'lda sarf qiluvchilar uchun vallazina yu'minuna bima unzila ilayk sana va ma unzila min qablik va sendan ilgarikilarga tushirilgan narsaga iymon keltiruvchilar uchun va bil oxirati va oxiratga ishonuvchilar uchun hum yuqinun ve ishonchisiga jazm qiluvchilar uchun bu kitobcha jazm qiluvchilar uchun ya'ni mush yuqorqi nurg'un odamlarni, nurg'un sohadagilarni bayon qilib, nima deb o'tdi-ku. Mushlarning hammasiniki xatolikdan saqlanishi uchun Qur'oni Karim hidoyat bo'lishda hech bir shak yo'q deydi. Ya'ni bir odam Allah'a ishonishini o'zi Allah'a ishonma, men to'g'ri bir ishonchga ega bo'lishim kerak degan vaqtda nega qarish kerak? Aqida kitoblariga emas, Qur'on qarab, Qur'onda Alloh taolo o'zini qanday tunishtirgan. Uni qarab iymon keltirgan vaqtda u odam to'g'ri iymonga ega bo'la oladi degan. İkincisi yuqimuna salat. Bir odam o'zi jamiyatda insonlar bilan yaxshi o'tish. Ya'ni ma salat deb nima qildi? Bu yerda men bu yuqimuna salat va mimma razaqnahum yunfiqun degan oyatlarning hammasini salat emas, hamkorlik, yordam degan ma'no tarjim qilishimda buni da maqsad Qur'onda buni tushuntirgan oyatlar bor. Uning uchun men buni bu yerda shunday qilyapman. Bo'lmasa undaq bo'lmagan vaqtda biz burunda namoz o'qiydigan, nima zakot beradigan deblar o'tib ketgan buni o'zini. Bu an'anaviy burunqi tarjimalarda Elif Lam Mim zalikal kitab la raybe fi. Yani bu kitapta hiç şek yoktur. O muttaqiler için neydi? Hidayettir mi? Hidayet durma işte çıkılıptı. Ama o mena da bu kitapma yenim hep koygan. Ben pes koyup kendimi. Kerem'e kaldım. Bunun özü deydi o Elif Lam Mim bu kitapta hiç şek yok. Hiç şek yok. Takvadarlarga yetekçidir. Takvadarlarga yetekçidir. Ular g'aybki ishinidir, namoz o'qiydi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol mulkni sarf qiladi, Xudo yo'lida sarf qiladi. Ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishinidir va oxiratga shaksiz ishinidir debdi. Hem aşındaq öz tərcüm qıldı bu kitabda. Hem de muttaqi bo'lgan kishilar aşındaq qıldı. Deb muttaqi bo'lgan kishilarniki aşındaq namoz o'qiydigan, ro'za tutgan mush kishilarning o'zi xatolikdan saqlangan odamlar bu hisoblanganligini tushuntirdi bu kitobning nemisida. Ammo Qur'on unda tushuntirmaydi, Qur'onning o'zi. Yani bir odam yani Allah'a işinemen degan bir odam to'g'ri bir ishonchga ega bo'lsam bo'ldi desa, u odam o'ziga nimani yetakchi qilish kerak? Kitob, Qur'onni. Yani Qur'onga qarg'an vaqtida, Qur'on qarab ishongan vaqtida u odam to'g'ri bir o'zi Allohga bo'lgan ishonchini ega bo'la oladi degan. Jamiyatda insonlar bilan yaxshi hamkorlashib, insonlar bilan yaxshi bir o'zi hamkorlik o'rnataman desa, Qur'oni Karim qarab o'zi hamkorlik o'rnatsa yaxshi hamkorlik o'rnatib qiladi degan.
Qur'onda qanday nima uni qanday bayon qildi misol? Kishilarning diniy e'tiqodiga aralashmaysa, kishilarning milliy kimligiga aralashmaysa, o'zingning huquq doirasida gap qilsa, boshqalarning huquqiga tajovuz qilmaysa deb nurg'ulg'an nimalar bor, ta'limotlar bor. Mana shu ta'limotlarni o'rgangandan keyin insonlar qanday o'z ish olib berish ishining o'zini Qur'ondan o'rgana oladi. Hamkorlikni qanday o'rganadigan Qur'ondan. Beslik g'aybatni qilish bilan, beslik o'z diniga tajovuz qilish bilan, besning milliy kimligiga hujum qilish bilan hech qanday vaqtda nima qilolmaydi. Hamkorlash qilolmaydi degan gap. Bu yerda bir saf turib bir ish qilolmaydi. Uning uchun jamiyatda, insoniyat jamiyatida sen to'g'ri ishni qilib, jamiyat insonlar bilan to'g'ri bir hamkorlash ish yapmangma desam, kishilarniki yeg'irni qo'layga ishni qilma degan gap bizniki tog'ir tilimizda. Kishilar chiqdigan ishni qilmay, sen o'z doirangdagi ishni qilish orqali kishilarni qilayotgan ishiga hurmat qilish qilib o'zi ish qilsang, u vaqtda sen kishilar bilan yaxshi hamkorlikni o'rnata olasizlar degan gap. Buni deyotdi. Biz bergan rizqini ular o'zi va mimma razaqnahum yunfiqun. Biz bergan rizqidan ular nafq qiladi. Ya'ni bu nima degan gap desa, Allah ko'rsatgan yo'lda ular o'zi xashlaydi. Ya'ni Allah ko'rsatgan yo'l nima degan vaqtda bir odam iqtisodni xashlamoqchi bo'lgan bo'lsa, isrof qilmaydi. Harom narsa xashlamaydi. Qur'on cheklagan narsa bu. Mana mushu shart ostida xashlagan vaqtda Qur'on ashni buyurdi. Bu odam to'g'ri o'zi, ya'ni muttaqi deganing o'zi xatolikdan saqlangan odam bo'la oladi degan gap. Bundaq bir an'anaviy tushunchadagi tarjima bilan masalaning tarjimadagi insonga jiddiy berilgan bir yo'llantirishda ikki nuqta vakinde o'xshamaydi ekan. Sizning tushuntirishlardagini avval an'anaviy tushuntirishni eslatib o'tdi. Oyatdagi mazmunda an'anaviy tushunchada bu kitobda shak yo'qdir, u taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayib kishinidir, namoz o'qiydi, yaxshi yo'llarga sarf qiladi, sana iymon etadi, senda ilgarikilarga, keyingilarga oxirat kunlariga iymon etadi masalan. Bu şekilde kelib ular to'g'ri yo'l topishlardir, ular muflihun. Ya'ni nimada nijot topishlardir va to'g'ri yo'l bo'lgan kishilardir. Bu şekilde kelganlik, buning mazmunidan qarasa odamga bir odam o'lgisi keldikinde, ya'ni namuna, osh odam qaranglar shakldagi mazmun tarjima keldi ekan. Odamga. Endi mana sizning tarjimada hozir bu kitap Alif Lam Mim, bu kitap g'ayb kishinidigan, o'zaro hamkorlikni barpo qiladigan, bizga rizqini, bizlarga rizqni Allah ko'rsatgan yo'lda sarf qiladigan, senda ilgari payg'ambarlarga tushirgan kitoblarga oxirat ishonadigan ishonchisiga va ishonchisiga jazm qiladigan kishilarning xatolikdan saqlanish uchun yetakchi bo'lishida shak yo'qdir. Yani Elif Lam Mim zalikal kitap degan yerdagi kitobni bayoni oldu ekanda, kitobning izohati oldu ekan. To'g'ri. Ama oxirgi oxirgi oyatda ulayki ala hudan min rabbihim ve ulayki muflihunda. Bu yerda yana odam bor endi. Yani aşu odamlar şekilde. Eğer kitobni markaz qilgan bo'lsa, bu yerda odamlar ilgari surilmasi o'g'ydi, ya'ni gavdlantirilmasi o'g'ydi. Men bu yerni biroz an'anaviy tushunch tafsirdagi qaratmaliq, diqqatni fokus deymiz-ku, diqqat nuqtasini bergan narsaninki taqvodor inson ekanligini oxirida kelgan ulayhum min robbihim, shunami? Ulayka ala hudan min robbihim ve ulaykumul muflihun. Bu endi bu muttaqi degan kelimening o'zi, masalan, xatolikni men o'sha odamlar, shunday ishni qilgan odamlar Qur'on qarab turib, hozir men degan o'xshash, Qur'onda shu sohani ko'rsatgan ko'rsatma qarab turib ish qilgan vaqtda nima qilgan bo'ldi? Xatolikdan saqlangan bo'ldi, shunaqmi? Xatolikdan saqlangan odamlarni Alloh taolo deydi desa, ulayka ala hudan min robbihim.
u xatolikni saqlangan odamlar to'g'ri yo'lni ustida bo'lgan bo'ldi deydi. Xato ish qilmagan odam nada bo'ldi zodi? To'g'ri yo'lda bo'ldi, janob yoki? Albatta. He. To'g'ri yo'lda bo'lgan odamlar nijot topa oladi. Yoki bo'lmaydi, to'g'ri yo'lda bo'lgan odamniki u yer isbot nima desa, u odamlarning nijot topishi. Ya'ni Qur'on bu narsani o'zini bayon qilyapti. Ya'ni bir odam mana shu vaqtda bir ishni qilaman desa, shu ish sohasida Alloh taolo ko'rsatgan bir ko'rsatma bor. Shu ko'rsatma qarab turib, u ishni qilgan vaqtda u odam to'g'ri ish qila oladi. To'g'ri ish qiladi. Ya'ni xatolikdan saqlana oladi. Xatolikdan saqlangandan keyin u odam to'g'ri ish qilgan bo'ladi, to'g'ri o'zi yo'lning ustida bo'lgan bo'ladi. To'g'ri yo'lda bo'lganligi o'zi dalil nima, isbot nima desa, u odamning nijotga erishishi. Undaqda mushu tarjimadagi mushu oyatda deyli, Alif Lamdan keyin kelgan Zalikal kitobi la rayba fi. Bu kitobda hech shak yo'qdir. Undaqda mushu keyin kelgan butun bayonlar mushu kitobdagi kitobni ilgari suribdi-da, ya'ni kitobni tafsir qilib hisobda. Kitobni diqqat naqtumizga kitobni sunib o'tibdi ya'ni. Albatta bu halqi ma Qur'ondagi prinsip nima degan vaqtida sistemaga amal qilish masalasi bor bo'yatchi. Odamga emas, o sistemani ijro qilayotgan odamga emas, sistemaga. Uning uchun bu yerda masalan iymon keltirgan odamlar muttaqi odamlar emas, iymon keltirgan odamning o'zi Qur'on qarab iymon keltirsa, u odam to'g'ri iymon keltirgan bo'ldi deb ayri sistemani Alloh taolo gavdandiradi. O bizdeki nima kallamızga nima sınıp ketgan narsa nima desa, davomli insonni oldimizga ulgu qilish. Ha. Taqlid yo'qolgan. Alloh taolo Qur'onda nima deyapti desa, insonlar bu sistemaga amal qilgan vaqtda to'g'ri ish qila oladi deyapti. Biz oldimizga tiklarga odam qarab ish qilmayli, odam qarab ish qilmayli deydi Alloh taolo-chi. Odam qarab emas, sistem qarab ish qilsanglar, u vaqtda sizlar o'z to'g'ri ish qilgan bo'lasizlar deydi. Masalan, hozirgi vaqtda men Boşun namaz deb tercih qiladi. İman deb hozir imonlik mayda o'tgan, imonning bobi chiqqan vaqtda o kitobni nachqatni ko'rsatgandim. Bu kitobning o'zi hozir mush tug'an turqidimmi, Qur'onchilik ishga chiqdi, ma u cho'ngligim ishga chiqadigan bir kitob. Ichidagi xatni hisob qilgan vaqtda Qur'onda 10 pot chiqdi. Bir iymonni tushuntirgan bir kitob mana. Al-Iymon deb turdi bu kitobda. Aş kitabını okusa hiç bir zaman adam qanoatqidek bir imanға ega olanmaydı. Eğer Kur'an'ı okup Kur'an'daki şu iman mevzusunun özünü düşürgen vaqtda insan özüne qanoat qıldığıdek bir delil ispatlarga ega olalaydı. Onun için Allah Teala ne deytse, mayli bir adam namaz okuymadıсын, mayli ro'za tutmadıсын, mayli haj qilmadıсын, mayli nima ish qilmoqchi bo'lsin, o adam şu o'zi qilmoqchi bo'lgan ish sohasidagi Qur'oni Karim şu ta'limot qarab turib ish qilsa, o adam to'g'ri ish qila oladi. Yani xatolikdan saqlana oladi. Xatolikdan saqlangandan keyin o adam to'g'ri yo'lning ustida mangan bo'ldi deydi Alloh taolo. Ulayk ala hudam min robbihim deganing o'zi. To'g'ri yo'lda manganligini isbot nima degan vaqt o odamniki oxirgi natijasi. O adam to'g'ri yo'lda mangandan keyin chuqum o'zi bir natijaga erishadigan gap. Yaxshi bir natijaga erishadigan gap. Buning o'zini Alloh taolo deyapti-da. Demak bu yerdagi narsa nima desa, yaxshi natijaga erishish o odamniki shu ishni to'g'ri qilganliginiki dalil isboti degan gap. Buni bayon qilyapti yani. Yani bu yerdagi lil muttaqin degan mushu bir kelimaning o'zini Alloh taolo bu yerda ikki tal oyat bilan bayon qilyapti. Yani. Yani buning o'zini Qur'on nima deydi desa, tafsil bayon qilish deb bayon qiladi. Bu halqi ma allazin yu'minun bil g'ayb degan o'zi faqat mushni bilan to'xtab qolgan narsa emas, bu bir misol sifatida keltirilganda. Ya'ni iymon keltirgan, zakot bergan bu o'zi odamlarning hammasi bunda 3-4 turlik odamlarning o'zini keltiryapti. Ya'ni Qur'onda nima har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lgan odam Qur'oni Karimdagi shu sohadagi qoida prinsipga amal qilib shuni qarab turib ish qilgan vaqtda u odam to'g'ri ish qila oladi. U vaqtda u odam xatolashmay to'g'ri yo'lning ustida bo'lgan bo'ldi deb o'zi Qur'on buni bayon qiladi.
Yana mana bu neminiki Sura Baqara 49 oyatida ve iz neceynakum min ali firavun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abnaakum ve yastahyuna nisaakum ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Muş ayetning o'zidimi biz sizlarni Fir'aun tarafdorlaridan qutqazgan edik deydi Alloh taolo. O Fir'aunlar sizlarni yasumunakum su'al azab. Nəhayət qattiq azablayotdi. Yuzabbihuna abnaakum, yani oxirgi mana tafsiloti borda. Yani yuzabbihuna abnaakum. Erlerini öldürüyotatdi ve yastahyuna nisaakum ve ayollarıniki nomusuga tegiyotatdi. Bu iki cümle yuzabbihuna abnaakum ve yastahyuna nisaakum degan bu iki cümlenin özü sual azabning o'zini bayon qilib kelyapti, tafsil bayon qilib kelyapti. Ya'ni Fir'aun nemish sizlar qanday o'z qattiq azab qilyapti sizlarga degan vaqtda, ya'ni u Fir'aun birinchi azab erlarini o'ldiryapti ve yastahyuna nisaakum. Ayollaringlarniki nomusiga tegiyotatdi degan gapimdi. Mana shu ikki azobning o'zini bayon qilish orqali azobning o'zini tafsil bayon qilyapti. Yani moşuna o'xshash oyatlar shu Qur'onni u bosh o'qigan vaqtda nihoyat ko'p chiqadi. Oldida zaten shu mujmal bir narsa o'tirib chiqadi, u vaqtda uning tafsiloti bayon qilindi. Moshundaq yerga kelgan vaqtda uni ayrim bir jumla ibtidoiy qilmay, aniq tafsilot qatorida tarjima qilgan vaqtda o tercim qilgan odamni o'zi undan bir manfaatlangan darajada tercim qila oladi. O'zi qanoat qilib bir ma'noga ega bo'la oladi. Shuning uchun bu yerdagi Qur'onni tushunish usuli, ya'ni usul tafsir deb qaraymiz buni. Shuni ikki narsaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Biri tushuntirish o'zi, ya'ni bayon deydi Qur'onda. Bayon deganning o'zi bir oyatni yoki bir jumlaning o'zini boshqa bir yerdagi oyatlar orqali bayon qilishni o'z ichiga oladi. Yuqorqi masalan xatamallohu ala qulubihim va ala samihim degan oyatning o'zini ikki oyatda bayon qilganga o'xshash. Yani siz nima desa, masalan bir kelima vazribuhunna degan oyatning o'zini tovanki 2-3 yerdagi oyat va Qur'onda uni hammasini keltirsam yomon jiqkan. Shu oyatning hammasi tafsili nima o'qib chiqqan vaqtda bu yerga vazribuhunna degan oyat ayollaringni uringlar demasdan, u yerda o'z ayollaringni tanqidlanglar, o'ziniki o'z xatoligini tanqidlanglar yoki xatoligini yuziga selanglar deb o'zi degan gapgan deb bundaq o'zi tushunishga bo'ldiganligini, ashuni bayon qildiganligini bildirdi. Ya'ni Qur'onni kishilarga tushuntirayotgan yoki tarjima qilayotgan bundaq qarindoshlarimiz bo'lsa, shundaq yerga nihoyat diqqat qilish kerak. Ammo bu usul tafsir deb mana o'xshash kitobni o'qib, buning ichidagi nasikh mansukh degan narsalarni o'qish orqali va Qur'onniki nurg'un yerlarini o'zini amaldan qoldirib, yo'q narsani yamab, jafo tortish hech qanday hojat yo'q. Qur'onni tushunish va tushunishni yaxshi tushunsak, boshqalarga qiynalsaqmi, uning o'zini to'g'ri tushuntira olamiz. Bu hamda koni bir arab tili o'qishga uni tarjim qilishmi biroz qiyin hamdi. Hozirgi zaman arab tili bilan biroz farqli. Hozirgi zaman arab tilini qilsa, masalan, Abdurahim O'tkirniki romanni o'qigandak bir boshni o'qib tushunib ketgili bo'ldi. Ammo Qur'oncha degan vaqtda Qur'on bir ilohiy kitob bo'lg'ashqa, yana bir tarafdan bu burunqi arab tili bo'lg'ashqa, buniki tushunish usuli tushunishga biroz qiyin to'xtaydi. Uning uchun boy degandek, buniki hozirgi zamondagi arab tili grammatikasini o'qib lekin mana bu grammatikaga tushirib tarjima qilsak bo'ldi-ki degan vaqtda nurg'un xato chiqadi. Chunki Mahmud Qashqarniki turk tillar divoniniki grammatikasi bilan hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi grammatikasi orasida farq bor. Xuddi shunga o'xshash 1400 yil burunqi arab tili bilan hozirgi zamon arab tiliniki orasida farq bor. Shuning uchun bu yerda amal bo'lsa burunqi arab tiliga doir shunday adabiy asarlarni bir atalni bo'lsa o'qisa,
uningdagi nurg'unlagan ifodalash usullarini o'rgana oladi. Misol, uningdan keyin o'zi shunga o'xshash bir qism sharhlash, tafsil bayon qilish ishlarining o'zini o kitoblardan o'zi tushunib oladi. Shuning uchun bu yerda o hidoyat nahvi, bidoyat sarfni o'qib qo'yib lekin jugratlar Qur'onni tarjima qilib lekin uningdan keyin o'zi falan anda xato deyapti, pustar manda xato deyapti demay, amalning bericha o alqi kitobni nimqa vaqtda shu zamondagi ahvolni, shu zamondagi arabniki balog'at fasohatlarini tushundiradigan bundaq kitoblarni o'qish u bizga nihoyat yaxshi manfaat qildi Qur'onni tushuntirish uchun. Shuning alqi misol maqomatul haririga o'xshash sabi mualliq deymiz, ashir mualliq deymiz. Shunga o'xshash kitobning shunaqa o'zi adabiy masalan she'r kitoblar o ashir mualliq, sabi mualliq deganni shunga o'xshash kitobni o'qisa bu vaqtda bu Qur'ondagi lug'atlarni tushunishga nihoyat yaxshi foydasi tegadi. Ondan keyin shu tushuntirish usulimi shuningda nihoyat yaxshi bayon qilindi. Undaqda sizlarga vaqti necha yildan oldin yozilgan kitoblar yoki tafsirlarga murojaat qilishning xatoligi yaxshi unum bermaydiganligini ilgirki programmalarda degantlandi. Bugun aylanib kelib yana shuna murojaat qilgandek bir mazmun chiqib qoldimi yo men xato tushunib oldimmi? Yo'q, u chiqmaydi. Bu tafsirlarniki eng az olsa 200-300 yil keyin qilgan tafsirlar hammasi o biroz yangi zamonniki andakalqi arab tiliga grammatikalar yezilib va kaza bo'lgan zamonlar. Misol biz o'qigan vaqtda sarf degan masalan badan as'alakallohu bidarayni kalimat arab degan shundan boshlaymiz misol. Shu arabniki grammatikasini yozganman misol shu ironlik İmam Sibvey deymiz onun özüne. Biz o İmam Sibvey deganda hamda shu bir ayolniki etiken o. Shu ayol shu arabning grammatikasini shu vaqtda yezib qilibdikan, o grammatikami o'zi shu 150 yildan keyin yezildi. Bir 200 yilga bormaydi misol. Chunki Iranning shu neminiki vaqtida Hazrat Umarning zamonasida ishg'ol qilgan bo'lg'achqa Aşağıdan keyin islomga yurish qilib, uningdagi arab tilini o'rganish va uniki grammatikalarni qilish jarayonlarida ironliklar jiq kuch chiqargan ekan. Umi bir 200 yildan keyin bo'lgan ishlar. Shunga alqi bizniki vatanda ko'pincha olimlar burunqi shu adabiy asarlardan o'qiydi. Lekin unda unchalar jiq ishiltib ketmasin o'qiydi, ammo ular ko'pincha vaqtda keyingi qilingan tafsirlarga berilib ketgan ishlar bor. Ama o tefsirdeki hata tarafı nima degan vaqtda tefsirde ko'pincha vaqtda rivoyatlarni asos qiladi. To'xta, ma arabning burunqi grammatikasi mandaq narsa borki, ma'ning o'zini mandaq debdi u Qur'ondagi ma oyat chuqur mandaq narsa ifodalaydi demay, arabniki shu o'zi rivoyat hadislarga, andikin shu fiqh qoidalarga shunga jiq ahamiyat berdi. Shuning uchun bu yerdagi masala shu haqiqiy koni arab tiliga ahamiyat bermaganlikniki nemisini kelib chiqadi. Agar o'zi turk tili divonini tushunmoqchi bo'lsa yoki turk tili divonida tasvirlangan bir jamiyatni tushunmoqchi bo'lsa, Uyg'urlarning shu 1000 yil burunqi hayotini tasvirlaydigan bir narsani bilish kerak inson. Shu vaqtdagi masalan g'arb sanam deymiz, ashunday kinoni ko'rgan vaqtda hamma odam nasr so'z deymiz, ashunday so'zlar bilan gap qildigan, onimdan nimalqi bir haqqalqi nim qilgan, bir narsani e'lon qilgan odammi, buni omi xos deydigan ayda bir gapni qilgan bir zaman o'tgan shu vaqtda. She'r bilan bir narsa ifodalaydigan ayni zamonlar butun dunyoda qo'zg'alib ketgan vaqt ekan misol. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, arabniki bu burunqi adabiyotlarni o'qib qo'yish emas, u yerlik narsa. Uning har jihatdan, grammatik jihatdan, lug'at jihatdan, bir narsa ifodalash jihatdan, hamma jihatdan uning qanday foydalana oladigan bir narsaning o'zini o'ylanish kerak, shuning o'zi ahamiyat berish kerak. U yerda faqat men falon adabiyotni o'qidim emas,
u adabiyot o'qigandagi u yerdagi Qur'onga ya'ni dinni tushunishga bo'lgan uniki foydasi qanchalik. Uni nima foydani oladi? Buning o'zini bilish kerak. Ya'ni undaqda sizlarninki vaqt o'tgan degan mazmunlar shu zamonga xos bo'lgan tushuntirishlar. He. Ammo hozir sizlar ta'kidlayotgani Qur'oni Karimdagi ifodalar, grammatik qoidalarininki klassik grammatikaga bo'lgan, ya'ni klassik shakldagi grammatikaga tushunish kerak deb manda tushunsak bo'ldi ekanda hisobda. He. Ama grammatikaninki ko'p yerlari o'zgarib ketmaydi. Chunki ifodalash usullari asosan Uyg'ur tilidami Mahmud Qashqarniki zamonasida yozilgan bo'lsin yoki qaysi vaqt yozilgan bo'lsin, Uyg'urniki yozgan narsa bo'lsa, qo'shimchal deymiz, bog'lash deymiz, bu narsalar hammasi bakjiq o'zgarib ketmagan taqdirdami? Ammo ko'pincha yerda bir qism yerlar hozirgi zaman grammatikasi hozirgi zamondan bekarroq taraqqiy qildi tillar. Qandakin hozirgi zamondagi nimaga bak o'xshab ketmaydi. Masalan, bu kitobni o'qigan vaqtida bir narsa tushunmoqchi bo'lsa, bir boshdan o'qib, masa Abdurahim O'tkinning romanini o'qiganda o'qib lekin chiqatli bo'ldi. Ammo Qur'onni o'qigan vaqtida yoki shu o'zi shu vaqtdagi ashir mualliq, sabi mualliqini yoki maqomatlarini o'qigan vaqtida aşı narsaning ichidagi nurg'un narsaning o'zini odam tushunib olish bir qiyin to'xtaydi. Nima desa, nihoyat murakkab, bir tarafdan she'r bo'lgandan keyin, u nima maqomatlarimi, nurg'un yerlar nasr so'zli bo'lganligi uchun odam tushunmak tez misol. Hem klassik eserlerinin zaman o'tgandan keyingi tushunilmasligida grammatikadan bekerek so'zliklarning almışıp ketishi bo'ladi. Buni nihoyat yaxshi dedilar. Undan hozir nima gapning beshidaroq shu boshlangan vaqtda dedik. Lug'at ma'nosini tashlab qo'yib, istiloh ma'noni ishirtish. Bu nihoyat o'zi ba'zi yerda ma'no to'g'ri chiqqan taqdirda nurg'un yerda ma'noni burumlash deb qaraymiz biz buni. Shuning uchun burun onun o'zini hech kim payg'ambar alayhissalom maniki lug'at ma'nosi ma'u, istiloh ma'nosi ma'u, ma'noning o'zini sen mandaq tushunsang bo'ldi deb bir odam tushundigan yeri yo'q. Arablik o'qib shu vaqt tushungan shuning o'zini. Lug'at ma'nosini bilganligi uchun. Keyinchi desa uning o'zini Umayya sulolasi zamonasida Arabning ko'ni dinini asli keltirish uchun nurg'un burumlash to'g'ri kelgan vaqtida uning o'zini burmulab, anadan keyin lug'at ma'nosi ma'u, unda bo'lgan bel buni mundaq desang bo'lmaydi, istiloh ma'nosi ma'u. Istiloh ma'nosiga hozirgi ishiltish ma'nosi mana shu. Hozir men gapning o'zini mushtaq ishlatmasak bo'lmaydi. İstiloh ma'nosimi yoki iste'mol ma'nosimi? İstiloh ma'nosi deydi. Istiloh deganning o'zi hamda shu qo'llaniladigan ma'no degan gap, bizda iste'mol ma'nosi deymiz, hamda qo'llanish. Hozirgi vaqtda qo'llaniladigan ma'no degan gap. Ashunga nima qiladi hamda? Shu nima qiladi? Masalan, namozning o'zini bu kona salat kelimasining o'zini kona arab adabiyotlarida duoga o'xshash shunday bir narsa, yordam, shunday bir narsaga nima qiladi? Shu arabning she'rlarida yordam va duoga ishiltadi. Hem onu keyingi vaqtda shu sajda qilib namoz o'qishga xoslashtirib olganda salat kelimasini. Shunga o nimaning o'zidim innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima degan oyatning o'zidim shu sizlar o payg'ambarga salat o'qinglar deb salovat keltiring deb turli yomon og'iz keldi o'nga. Şu imam şu mihrab turib ekan shu ashhadu Allohumma salli ala Allohum barakalloh deb ketadi. U yer nima desa oyatning o'zi Allah'ın peygamberi Allah'ın malaikleri o nimaga payg'ambarga yordam qildi, yordam qilyapti. Sizlarmi o payg'ambarga yordam qilinglar deganning o'zini berib siz Allohumma salli ala deb ashuni o'qib qo'ying degan gapirib ayndaq nima qilgan. Sho'ng buning o'zini lug'at ma'nosini qayib ketgan vaqtda istiloh tamoman hamma istiloh ma'nosiga chiqib qolgandan keyin hozirgi vaqtda misol o Suriyada bo'layotgan ishning o'zini bular islom davlati qurmaymiz dedi. Hamma har qanday dindagi insonlar barobar yashaymiz dedi.
Her qanday dindikilar o'zining diniy e'tiqodiga amal qilaverdi, uni biz to'smaymiz. Uniki diniy nima halqi e'tiqod erkinligi kapolat erkinligini kapolatga ega qilamiz dedi. Ah ko'k deb hozir so'zlayapti-ku. İslam devleti kurmayımız dedi. Dep topulduma İslam devleti kuruş kemmes ketti dep başta sözlevatkan Uygurlar var. Hem de İslam devletini İslam degen bir sözünü tanımayvatkan gapta. İslam degen söz xotirjam tinch bir jamiyat qurish. Jamiyatni tinch bir jamiyatning ustiga qurilgan bir davlatni İslam devleti deb ataydi Qur'on. Onun için Peygamber Aleyhisselam kurgan devlet nima dese Yahudi olsun, Nasara olsun, müşrik olsun, Müslüman mümin olsun hemmesi özünün itiqadı özüge. Her adamın itiqadı özüge olup bu yer ortak yani salat kelimesinden öz aşağıda işletildi. Hemmesi ortak halette mürgü taraf devlet kılış, hemkarlaşışın özünü asas kıldı aşağıda. Hemkarlığını asas kıldı. Yani bu yerki nesne bu diye vaxtıda İslam devleti diyen söz tinch xotirjam her adam özünü dini itiqad sahasida özemli itiqadı özlemge devoltirib başka adamın itiqadı hücum qilmaydigan bir jamiyat qurish degan gap bo'ldi. O dünya hiçbir zaman bundaq bir jamiyat qurmay turib bir holatga erişemaydi degan gap. tinchlik erişemaydi. Hozir misol uni desak nurg'un o'zi halqi nimalar bor? Halqi xalqdagi nemisini eyibdeb umroq bir insonlar bor. Hozir Yevropada misol diniy e'tiqod erkinligi har qanday odam nima qaz diniga kirib oladi, chiqib olamdi, hech qanday adam chatig'i yo'q misol. O'ziniki milliy urf odat va kaza uning qanday amal qilib oldi, hech kimning chatig'i yo'q. Misolda uning davlatniki yordamining o'zimi hamma odamga halqi millat arimasdan, din arimasdan yordamga ehtiyojli odamning hammasiga o'rtaq yordamning o'zini qonun bo'yicha berdi. Qonunni oldi hamma odam barobarda. İslami cemiyet degan mushtaq bo'ldi degan gap. O İslami cemiyet degani Allohga ishongan odamni yashaydigan yer degan gap emas o. Tinch hamma odam sekulyar bir hayotning o'zini, misol sekulyar deganning o'zimi hamma odam o'z e'tiqodi o'ziga bir-biriniki diniy e'tiqodga hurmat qiladigan, bir-biriniki milliy kimlikka hurmat qiladigan insonlikda o'rtaq bir qarashga kelgan bir jamiyatning o'zini deydi. Shu sekulyar hayotning sekulyar bir jamiyat asli İslam jamiyati degan gap. Bunun özünü apırıp Fatih en 6 anderen. Peygamber Aleyhisselam'ın kurgan cemiyetimi Allah Teala aşını burganlığı için lekum dinikum veliyedin. Hem adam dini itikadı özüge bir millet yani bir milletini meskar kılmasın. Bir adam yani bir adamdaki dini mukaddesatlarına özü nim kılmasın, deşnam kılmasın diyen ayetler arkalık cemiyetteki radikal başkalarınki kimligiga hürmetsizlik kıldıgan insanlarını özüne şöyle çekleş arkalık hem insan beraber halette yaşaydıgan bir cemiyet kuruşunun özünü Peygamber Aleyhisselam'a aşını borgan. Şunun için Allah Kur'an ne dese ya eyyühellezine amenu dukhulu pissilmi kafeten deydi. Eğer müminlarınki Allah'ın peygamberlik işlengen müminlerin hemmesi İslam'ın içinde bolğan işi olsa Allah Teala ne için? Ey müminler sizler İslam'a giren deydi ya. Mümin buluş ayrım bir narsa. İslam'a giriş ayrım bir narsa. Mümin buluş diye Allah'ın perişteleri, kitaplarına, peygamberlerin ahiret işlengen adamını ve namaz okuyan, roz tutan adamın özünü bunu mümin deymiz. Hem de o adamlar tinchlik berpa qilish uchun boshqa odamlarning diniy e'tiqodiga hujum qilmaydigan, o'zining ishi bilan bo'ldigan va boshqalarga hurmat qilishni bildigan, insonlikda dunyodagi insonlar bilan barobar yashashning o'zini g'oya qildigan mundaq odamlar bo'lsa, u ham mo'min, ham musulmon bo'lgan gap bu. U yerlik narsa u. Bunga biz ayrim kelamiz. Har bir mo'min degan qanday narsa? Hammasi bir mavzu bo'ldi har birisi. Şunun için bu yerdeki İslam kemmes ketken nerse emas.
Hech qandaq bir dunyo islomsiz mavjud bo'lmaydi. Islom bo'lgandala u dunyo xotirjamlikka erishadi. Islom nima shu vaqtda degan vaqtda islom u jamiyatni xotirjam bir jamiyatga aylantirish degan gap. Hmm. Xo'sh. Tamam. Shuning uchun bu yerda ma gapdan sal nima Baştan ketib qoldik biraz ha. Bunun bir değişiklik yedi hem de bunun məxsus kelimemiz hem bugünkü bu dersin özünde usul tefsir deyimiz bunun özüne. Muşu iki tom kitabını okuyanın onuğa Kur'an-ı Kerim'deki ayet bilen bayan kılıdığan ve bir ayetini onun ahirindeki ayetleri tefsirle bayan kılıdığan yani muşundak özü hususiyetinin özünde Kur'an'daki muşunun özünde biz ögünü vasıtakla Kur'an-ı Kerim'de biz düşenmeydiğen hiç kandak nesi yok. Yani biz şu okuğa vaxtida usul fiqh okuyumuz, usul tefsiri okuyumuz, yıllarca vaxtımız ketdi misal. Şu vaxtda Qur'oni Karimni mushundaq tushundiradigan bir odam bo'lgan bo'lsa, o yillarcha emas, bir qancha yilning ichida bu Qur'onning o'zini raus tushunib insonlarga tushundiradigan bir holatga keldik emas endi. Undaq odam bo'lmaganligi bu hayotimiz ashundaq 20-30 yil ayni iznish o'tkatida. Shuning uchun hozirgi qarindoshlarimizga tavsiyamiz nima degan vaqtda biz shunchalar uzun musofani besib, bunchalik o'zi narsaga erishish bizga o'ng'ay to'xtamadi. Ammo buningdan qarindoshlarimizning foydalanishini biz umid qilamiz. Kelar qatim qilsa inshaalloh usul fiqh haqida to'xtalamiz. Ya'ni o'zi qonunchilik, ya'ni Qur'oni Karimga asosan hukm chiqarish usuli qanday bo'ladi? Qur'ondagi prinsiplarga masalalarni tatbiqlash usuli qanday bo'ladi? Mana mushu Plus 1, 900. xo'sh, shuni ol tugadi gap. Bugünkü derste biraz grammatikalık tushunishlardan biraz bana biraz nima keldimi, yod keldimi herhalde. Örnek için şu ma ayetki tercümege bir qayta qarsaqmiki deb o'ylayman. Masalan, yoki tushunish xatoligimi bilmayman. O'z vaqtida sizlar Firavunning zulmi ostida qolganda sizlarni o'zinglarni qutqazdik, shunami? O Firavun sizlarning o'g'illaringlarni o'ltirib, ayollaringlarni qul qilayotgan edi. Buningda sizning tarjimada buningda Rabbinglarning oldida buyuk imtihon bo'lib o'tadi deb bu orqali yani. Ama ayetki kelişide ve fi zalike belâ'un min rabbikum azim. Allah tarafından kelgan azap idi degandek mazmun chiqadi ekan. Bu shu burun tarjimalda azap kesimi bu yerni o'zi biz o'zi bu yer bir sharafga erishsakmi hammasi Alloh taolo tarafdan keladi deb qaraydi-ku. Ma turklarmi deydi? Nima bizdan deydi? Netincha Allohdan deydi, ashta gap bor-ku. Sebep bizden netice Allah'tan. Sebep bizdan netincha Allohdan deydi. Bu butunlay hammasi xato gaplar bu. Qur'onda unday gaplar yo'q. Qur'onda va an laysa lil insani illa ma sa'a deydi. İnsan o'ziniki tirishqan narsaga erishadi degan gap. Bu nima degan bo'ldi desa, u hech narsani Alloh taolo to'sib qo'ymaydi ham bermaydi. Buning o'zini biz bilib olishimiz kerak-ku. Allah hech narsani to'sib qo'ymaydi, ham u narsaning o'zini Alloh o'zi bermaydi. Buni qanday qildi degan vaqtda o'zimiz shuningga loyiq ajr qilgan vaqtda unga erishimiz. Qur'on undaydi. Ya'ni uning uchun sizlar bir ish qiling deydi. Bir ish qilinglar, shuning qarta bir natijaga erishsizlar deydi. Bir ish qilinglar, anodaki men bermay degan yo'q bu yerda. Ya shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, va iz najjaynakum min ali fir'aun deganning o'zi, ya'ni va fi zalikum bala'un min rabbikum azim deganning o'zi buyuk Rabbingning oldida bir imtihoni bo'lyapti degan so'zning o'zi, ya'ni u yerda
Sizlar şunun qarta bir kurash qilyapsizlar, qilmayapsizlar. Ya'ni shu Bani İsrail deyatyapti-da. Bu o'zi kurash qilyapsizlar, qilmayapsizlar, mustahar bir imtihon bo'lyapti degan gap. Mayadiki ma va yastahyun nisaakum deganning o'zini ayollarni hayot qo'yib qul qilyapti deb o'zi tarjima qildi. Va yastahyun deganning o'zi nomusga tegish. Yuqorida innalloha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'uzatan degandiki la yastahyining o'zini nomus qilmaydi deb tarjima qildi. Mayakigacha yastahyi o'xshash bir fe'l buning o'zini hayot qo'yib qo'ydi deb tarjima qildi. Bu qanday bir tarjima endi? Yani bunun öz nima desa, insonlik eng eg'ir kelgan narsa nima? Erlerini o'ltirib o'tib, ayollarning o'zini nomusiga tegish. Bu eng eg'ir zulm degan gap. Mushundaq zulmni qilyapti. Bu yerdagi su'al azab, yasumunakum su'al azabning o'zini Alloh taolo, ya'ni shu vaqtda sizlarga eng eg'ir qilayotgan narsa, ya'ni yuzabbihuna abnaakum va yastahyun nisaakum. Bu su'al azabning o'zini bu ikki jumla so'z bilan o'zi tafsil bayon qilyapti degan gap. Yani erlerini öldürüp ayollarını nomusu tigi atattı degan. Herhalde Kur'an-ı Kerim'in şu 5'den tartıp ahirine çıktıkça ayetlerine söz mü söz, cümle mi cümle ügünüş lazımken endi hozirga qadar tafsili mushu saatda o'qib cho'ng olgan yoki zamonini vaqtini mushunga o'tkazganlardan boshqa asosan ko'pchilik avom quloqdan semirganlarda işte bo'g'ishqa shu burunqi tarjima kitoblardagi mazmunlar bilan va tushuntirishlar bilan tabliğdagi bayonlar bilan anglab cho'ng oldu yoki shuning bilan hayot o'tdi, dinni shu orqali tushundi-da. Endi Qur'onda nazar programmasining hozir 77-sonida bugun tugash oldi turdi. Günümüze kadar nurg'un masalalarda asli unda emas, mundaq edi shaklidagi tushuntirishlar bo'landi. Bugungi programma mening ko'nglimda belki nima bo'lmadi, bek favqulodda bir natijalik bo'lgandek tuyulmadi menga. Belki tushunamagan bo'lishi mumkin. Agar do'stlarning ichida buni bayqagan kamiyaları, xatoyalarini bayqagan qarindoshlar bo'lsa, albatta hozirdan boshlab yasangan bo'ladi. Bu bular qilgan programma javoblashga tirishimiz. Bugungi programga aloqador boshqa savolim yo'q. Agar sizlarning boshqa to'liq qo'yganlar bo'lmasa, mayli mishada oxirgi so'zlarni olsak. Oxirgi so'z shu, endi tavsiya qilgan narsalar bo'ldi. U nima degan vaqtda grammatikaning yana burunqi shu arab adabiyotlarini o'qiganlar bo'lsa, shu yerda grammatikaga ancha diqqat qilish lozim. Lug'atlarga diqqat qilish lozim. Ikkinchi, uchinchidan o'zi ifodalash uslublarga shu burunqi adabiyotlarda shunday narsalarni jiqqanim qildi. Bundaq narsalarni o'zi bundaq narsalarga diqqat qilish lozim, ya'ni Qur'ondagi bizga o'tirib qo'ygan Qur'onni tushunish prinsipini Alloh taolo ikki xil narsani o'tirib qo'ygan. Birisi bayon. Inna alayna bayona degan oyatlar orqali Alloh taolo u Qur'onning o'zini sharhlash bizniki ustimizdagi vazifa deylik. U nima desa, bu yerda insonlar sal tushunmay qolgandek bir narsa bo'lgan bo'lsa, uni mutlaqi uning oxirsida yoki boshqa yerda sharhlab biz tafsili bayon qildik. Uni hech qanday bir odam men uni boshqa sharh qilaman deyishga hojat yo'q deganning o'zini bayon qilyapti Alloh taolo bir. Ikkinchisi uni tafsili bayon qilaman deyish kelib qolsa desa, tafsili bayon qilishni Alloh taolo ikkinchi oyat orqali alif lam ra kitobun uhkimat oyatuhu summa fussilat millatun hakimin xabir degan mush oyat orqali o'zi uni tafsili o'zi bayon qilishni ustiga olganligini deyoladi. Ya'ni uni biz bayon qilish usulining o'zini ani tushungandan keyin bir oyatniki biz tushungan vaqtida uni darhol lekin boshqa yerga berib, boshqa sohadagi oyatlarning o'zini biz aqtigan vaqtda Qur'onda shu sohada oyat chiqadi.
Bay biz degan o'xshash vadribuhunna deganning o'zini urush deganni odatda Qur'onda zikr qilinishicha zina qilgan er ayolga berilgan narsa edi. Bu o'zi sal gap kirmay qolib qolgan yoki sal mang mandaq narsani eppa, ani eppa degan xotinni urdigan ishim bormidi degan mandaq kalliq akasakla u odamning kallasidan o'tmaydi misolda. Shu vaqtda Qur'onning boshqa yerlarini, payg'ambarlarning ijroatlari va misolda unda yerga qargan vaqtda u narsa aniq chiqadi. Chiqqandan keyin ha to'xtabdi deb u yerdagi u zarba kalimasining o'zini ma'nosi mandaqga deb nima qilgan. Bo'lmasa zarba degan kelima Qur'on nojiq chiqadi. Vadrib lahum masalan ashabal qarya degan oyatlar bor Qur'onda. Ashab qaryaniki misolni ur deb nima? Ur deb tarjim qilindi qo'yadi. Keltu deb tarjim qiladi yani. Bir mahallniki odamlarniki voqealigi zikr qilingan bir nimaning o'zini xabarni sen keltu degan gap bo'ldi yani. Yadribuna fil ard degan oyatlar bor. Yadribuna fil ard degani zaminni urdu deb tarjim qilmaymiz u yerda. Zaminda mangdi, yuriydi, sayohat qildi deb tarjim qilindi misol. Demak bu yerdagi zarba kalimasi oxirgi jumlaning umum mazmuniga asoslanib u ma'no o'zgarib turdi. Xotinga kelgan chog'da urush deb tarjim qilish bu nihoyat xato bir tarjim bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'on ikki xil usulni o'tirib qo'ygan. Biri bayon. Bay biz degan o'xshash bir oyat, bir yerda zikr qilingan bo'lsa, xatamallohu ala qulubihim o'xshash. Uning o'zini Alloh taolo uning pechatini qalbini pechatlab etgan, iymon kirmaydi, iymon kirmas qilib etganda odamniki deb mandaq haqqi ma'ni qilgan ishning o'zini Alloh taolo oyat deb men uniki hech bir insonning qalbini pechatlab etmadim deb oxirsida tafsil bayon qiliq misolda. Buni bayon deb Alloh taolo atagan. Ikkinchisi o'zi tafsilot deb atagan. Tafsilot nima desa bir kelima yoki bir jumla oyat bo'lsa, uni oxirsida bir qancha jumla bilan tafsil u mandaq odamlar mandaq vaqt mandaq qilish kerak deb tafsil bayon qiliqliq. Yani shu vaqtda u odamni o'zi Qur'onning o'zini yaxshi tushuna oladi degan gap. Yani Qur'onni tushunishniki ikki usulning o'zini Qur'on o'zi bayon qildi. Uning uchun usul tafsirni sirtdan o'qishga hech qanday hojat yo'q. Yani Qur'onning ichidagi shu ikki xil usulni tushungan vaqtida va shu sohada yani oyatlarni tushunishga izlangan vaqtda odam foydalana oladi. Yani onun ayet manda deb qo'yibdiki, uning qarta izlanmaydi ketdi versa, masalan, shu hozirgi Suriyadagi ishlarga o'xshash, u yerda mana ko'ramda islom degan kammas ketdi deb, islom degan nimaligini bilmay o'tirib ekan, anda hikoyani aytilgan gap. Agar sen islomning nimaligini bilishing kerak. Xuddi shunga o'xshash, masalan, ayat muttaqi dedik. Muttaqi deganning o'zi xatolikni saqlan, qas xatolikni saqlan, qanchalik xatolikni saqlanadi degan vaqtda Alloh taolo tafsil bayon qilib, bir odam o'zi Allohga ishonmoqchi bo'lsa, Qur'on qarab, Qur'on orqali Allohga ishongan vaqt to'g'ri ishona oladi, to'g'ri ishonchiga ega bo'la oladi deb ayndaq bayon qiliq misolda. Demak, har narsani diniy sohadagi har narsani Qur'on qarab qilgan vaqtda uni to'g'ri bir o'zi narsaga ega bo'la olamiz degan gap. Bo'lmasa, u hech qachon o'zi biz to'g'ri bir narsaga ega olmaymiz. Undan keyin o'zi Qur'onni ko'rgancha qochadigan, Qur'onni tarjim qiladi, aniq yaqin kelmajimi? U degan murtad u deb Qur'onni tarjim qilayotgan, Qur'on tushunadigan odamni qochirgan bunday holat shakllangan gap. Shuningga qarindoshlarimiz deydiganimiz bizim ba'zi yerni toza yaxshi deyolmagan bo'lishimiz mumkin. Bizning mana shu 30 yildan eshib ketdi, vatandan sirtiga chiqib, hozir bu Uyg'urchimizmi ojizlab ketganmi? Nas kerakni ifodalash nimalarimiz qiyilish ketadi kundan kuniga. Ba'zi yerni yaxshi ifodalab ketolmagan bo'lsak, uni o'zingni toza yaxshi mulohaza qilib, yaxshi ifodalasang yaxshi bo'ladi. Bizniki shu mushunchalik nimamiz bor endi. Allah'ın namı bilan zikr qilingan narsalarning, zikr qilinmagan narsalarning harom bo'lganligi aloqador an'anaviy tushunchalarning
asli unda bo'lmaydiganligini tushundirgan bir grammatika darsda bir ish qitim takrorlangan bo'ldi talabga binoan. Bugungi darsda bo'lgan bo'lsa ham yaxshi bo'lardi ekan. Bo'ldi, vaqt e'tibori bilan mishada nima qildi? Faqat mazmun e'tibori bilan agar qarshi fikrli qarindoshlar bo'lsa, vaqt qarshi olamiz. Vaqt uzarib ketganligi uchun misha to'xtatdi. Keyingi kunlarda talab bo'lib qolsa, uni ekranda ayrim qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi. Allohga emanet. Aman bo'lsangiz, Allohga emanet. Assalomu alaykum. Muhtaram qarindoshlar, bugungi programma bu kadar bo'ldi. Albatta bir masalani tushuntirish 1-2 soatlik program bilan o kadar oson emas. Lekin herhalde ishkini chekdik deyishga bo'ladi. Qur'oni Karimni qanday tushundik, qanday tushunishimiz kerak edi degan masalaga ikki muhim nuqtaga chiqib olgan bo'ldi. Altını sizde de qo'ygan turkcha, ya'ni muhim ikki ta'kid o'tirib qo'yildi. Tafsili ve bayan şekildeki düşündürüş. Qolgan qarindoshlarniki savollari bo'lsa, keyingi programmada javoblashtırishimiz. Yoqtirib qo'ygan Allohga rahmat. Do'stlar tavsiya qilib qo'ysanlar, yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Talab fikrlar bo'lsa, albatta o'ylashimiz inshaalloh. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.